Assalomu alaykum hammaga. Podkastimiz yangi sonini olamiz. Mohir mezbonlardan biri, Oybek aka mehmonlardan biri. Xususan fizika fani bo'lgani uchun yoki shunga o'xshash masalan kimiyada ham ko'pchilik bola o'zicha qiziqib ketmaydi-da bunga. Qiyin deb o'ylab qolgan narsasi bo'lsa kerak xayolida balki. O'qituvchi maqtanchoq bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'quvchi tarixni qanaqa eshitsa, fizikani ham shunaqa eshitish kerak deb o'ylayman. Ota-onalar hurmat qilsa, ota-onalar hurmat qiladigan bo'lsa, ya'ni jamiyatda status oshadi. Ustozlar eng ko'p qiynalgan narsalardan bittasi bu shovqinli sinfni tinchlantirish. Oybek, nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa o'zi ustida ishlamaslik sindromi nimadan kelib chiqqan bu? Nima uchun ustozlar o'z ustida ishlash xohlamaydi? Qanaqa ishlash kerak o'zida degan joyini to'ldirib ketaylik. Shu farzandidagi shu kamchilikni ko'rdi, u ustoz 5-6 yil oldin ogohlantirgan, lekin ustozni hurmat qilishmaganligi uchun ota-ona ustozni gapini jiddiy olishmagan, bu ustoz yaxshi emas deydi. Baribir tan olishdi. Aytishdi keyin. Shu ustoz shu vaqtda to'g'ri aytgan ekan, deydi, lekin kech bo'ldi. Bola buzilib bo'lgandi, bolaning taqdiri deyarli hal bo'lgandi, bola noto'g'ri tomon ketib bo'lgandi. Bittasi sezganman men, o'sha eski tizim paytida ishlagan o'qituvchilar, rahbarlar, ular bu shovqinni itoatsizlik ramzi deb biladi va keyin shunga qarab turib o'qituvchiga ham baho beradi. Ya'ni sani sinfingda bo'ldi ovoz chiqaryapti, demak sen yaxshi o'qituvchi emassan. Ya'ni xolis nimalardir berilib tushuntiryapti, to'g'ri, tushunmayotgani bo'lishi tabiiy. Lekin o'sha yerda ichida 2-3 ta odam uchun o'tasiz. Hech bo'lmasa o'shalar uchun berilib dars o'tish kerak. Ya'ni boringizni berib dars o'tishingiz kerak. Niyatni xolis qilish kerak ekan. Baribir niyat birinchi o'rinda. Assalomu alaykum hammaga. Podkastimiz yangi sonini olamiz. Yangicha formatda Mohir mezbonlardan biri, Oybek aka mehmonlardan biri. Xo'p, o'zi Oybek aka bilan o'tkazib olgandik. Ikkinchi marta olishga harakat qilamiz. Oybek aka, o'zingizni tanishtirib yuborsangiz. Men Oybek Qudratov, hozirda Rahim Schoolda ishlayman. Fizikadan, matematikadan va qisman SATdan dars beraman. Boshqa nima ham deyapman? Qayerda ishlagansiz? Nimalar qilgansiz? 2006-yildan beri shu dars berish sohasida ishlayman. 2006-yildan beri, ya'ni institutga kirganimdan beri o'sha paytda o'quv markazida ishlaganman. Moron Nahar Ziyoid ismi, keyin nomlari o'zgarib ketdi. Unda 2019-yilgacha shu dars berishda ishladim. Fizikadan, matematikadan, keyin o'tda orada abituriyent gazetasi bor edi. Gazetada test tuzish bilan mashg'ul bo'lganman. Shug'ullanganmiz jamoa bilan. Abituriyentga fizika testlarini tuzgan. Ha, fizika testlari, if test tahlillari bo'lardi. Keyin kitoblar chiqarilgan, o'sha yerda mualliflik qilganman. Kim yechib qiynalgan bo'lsa, shu muallif Oybek aka. Ha, shunaqa. biz so'rayman deb qo'yamiz. Karantin paytida edi, boshlanish paytida 2018-19-yillarda Xan akademiyada fizikadan, astronomiyadan, keyin algebra va statistikadan edi, adashmasam. O'sha videolarni tarjima qilib, xullas video dars tayyorlashdi. Ishlaganman. Hozir endi Rahim Schoolda ishlayapman. Orada 2001dan 2021dan 25gacha Merit Schoolda, endi mana bu o'quv yilidan 2 oy buyog'idan Rahim Schoolda ishlayapman. Bu Xan akademiya chiqqanmi hozir? Shunda o'sha siz tarjima qilgan videolar. Ha, chiqqan bor. Xan akademiyaniki bor. Faqat endi bilmayman qay darajada foydalanishadi, lekin anaqa uzr o'zbekchasini topaman. Samochyoba uchun juda yaxshi narsa. Bolalar uchun. Bundan faqat bolalar uchun. Masalan, meni o'zim o'sha degan statistika degan fanni o'zim uchun ko'rib o'rgangan narsalarim bor yoki iqtisodiyot bo'lardi. Ya'ni ommabobroq qilib tushuntirilgan narsalar-da. Ja'no fanni ichiga chuqur kirilgan joyi ham bor. Ommaviy foydalanish uchun ham yaxshi bir anaqa materiallar ko'pda. Tushunarli. Oldin o'quv markazida ishlagansiz. Keyin nechinchi yilda o'tgansiz xususiyga shunda? Shu karantindan keyinda 2020dan boshlab xususiy maktabda ishlashni boshladim. Mana shu ko'p ustozlardagi eng katta muammo shu o'quv markazidan xususiy maktabga o'tishda bo'ladi o'zi. Kelganda bittadan o'zgacha muhit, o'zgacha o'quvchilar, o'zi hamma narsa o'zgacha bo'ladi. Sizda shu jarayon qanaqa o'tgan bu? O'quv markazidan xususiy maktabga kelib qolganingizda o'zingizni qanaqa his qilgansiz? Adaptatsiyaga vaqt ketgan, moslashishga, chunki o'quv markazida, bilasizlar, baribir o'quv markaziga hamma emas, deyarli aksariyat hammasi 90% deydik, endi 90%dir, 95%dir o'zi o'qiyman deb keladi. Pul to'lab, bir maqsadi bor, matematika o'qisin, ingliz tili o'qisin, boshqa narsa o'qisin. Endi maktabda u xususiy maktab bo'lgan taqdirda ham hamma bolalar ham baribir shu bolaligiga boradi. Bolaligiga boradi. 9-sinf bo'lgan taqdirda ham bir xillarida baribir hali maqsadlar qo'yib ulgurmagan bo'ladi. Endi maktabga baribir majburiy ta'lim bo'lgani uchun kelgan bo'ladi. Ularni diqqatini bir joyga damlashdim men. Qonli mashina bu. Ko'rganda osh amiri bor ekan, keyin. Oshdan o'tib keldingmi? Ha, bu tarafdan keldim, oshdan o'tib keldim. Bu yerda ham osh bor. Mana ham qiymasdan keldik. Oshdan.
oshkab chiqib namay qilyaptilar bilarimcha. kelganimga gonorar o'rniga. Farq bo'lgan o'sha o'quvchilarning diqqatini jamlash, o'quvchilarni bir fanga ozgina bo'lsa ham qiziqtirish. Endi ozgina bo'lsa ham degan bu anaqa gap, nima edi? Xususan fizika fani bo'lgani uchun yoki shunga o'xshash masalan kimiyada ham ko'pchilik bola o'zicha qiziqib ketmaydi-da bunga. Qiyin deb o'ylab qolgan narsasi bo'lsa kerak xayolida balki. Menga shunaqa ko'ringan. Farq bo'lgan, adaptatsiya bo'lgan. Keyin bizani nima edi? Ish faoliyatidagi ustozlarimizdan bittasi shu Fayoz opaning gaplari bor edi ko'p. Shikoyat qilardim. Fayoz opa, ya'ni zavchimiz edilar-da. Tim bo'lishdan keyin birga ketardik. Tim bo'lishdan keyin birga ketardik. Suhbat bo'lardi. Dardlashga vaqt bor. Fayoz opa shu o'qishga nima edi? Qiziqtirishga qiynalyapman, menimcha men eplolmayapman ishni, u bu deb. Ko'zimga har doim shu matematika, ingliz tili o'qituvchilarini ishi yaxshi ko'rinib ketaverardi-da. O'zimniki yomon ko'rinardi. Bolalar qiziqmayapti, u bu. Ba'zida men ikkinchi planda qolib ketaman darsda. Bolalar o'zi bilan o'zi bo'lib ketadi. Eplash qiyin bo'lyapti. Eplash qiyin degani qanaqa? U gapingizni o'tkazish boshqa, shu qiziqtirish ma'nosida-da. Keyin aytardilar, anaqa Oybek, o'quvchilar men shu 11-sinfgacha bo'lgan taqdirda ham mayli yuqori sinflarni bir qanaqadir maqsadi endi sal-pal aniq bo'lib qolganda 9-sinfgacha bo'lgan bolalarga dars bersangiz, o'quvchilarni deyarli hech qaysi maktabga o'qiyman bugun ertalab deb turib chiqib kelmaydi yoki bugun men fizikadan Newton qonunlarini o'rganaman deb kelmaydi. Ular o'ynashga keladi, o'rtog'i bilan gaplashishga keladi. Sho'xlik qilgisi keladi, energiyasini chiqarishga keladi, normal narsa. Va agar ertalab turib o'qiyman deb chiqib ketgan bola u san nenormalniy bo'ladi. Ya'ni qo'sh tirnoq ichida, nenormalniy degan-ku, unaqa o'zi kam-ku. Daho bo'ladi ular. U keyin to'g'risi eslolmayman, shu kimdir aytgan edi shuni. Men ham shikoyat qilganimda shu holatimni yaxshi o'qiydigan bolalarni holimiz hammamiz. Yaxshi o'qiydigan bolalar o'zi shundoq ham o'qiyveradi. U bizning vazifa o'zi qiziqmaganlarni ozgina bo'lsa ham qiziqtirish, yo'lga solish. O'shaning uchun mehnat qilyapsan. Ana qilmagan edi, как бы tushkunlikka tushmagan deganda, ha, u shikoyat qilib ishdan ketdim, men ishlamayman, u bu unaqa ma'noda emas. Odam o'zidan qoniqish bo'lmaydi-ku. Men eplolmayman shekilli deb. Mana shu narsa o'qituvchiga ta'sir qilib qolar ekan. Men eplolmayman, bo'ldi, men ketdim, men qo'limni ko'tardim. Qancha vaqt davom etgan adaptatsiyasiz xususiy maktabga? Bilmasam shu bir chorak bo'lsa kerak, 1-2 oy sentyabr, oktyabrda. Keyin o'quvchilarni hammasini tanib olgandan keyin, o'sha ismini yodlab olgandan keyin, chunki baribir sinfda 20 ta o'quvchi bo'lsa, hammasini ismini bittada yodlab olish qiyin, deymi? Hozir ham ozgina bor. Bu yoqda ham yodlab olmagan, ismini bilmagan, ismini bilib yodlab ulgurmagandan keyin murojaat qilish, muomala qilishda ham to'siq bo'ladi-da. Keyin o'sha hammasini ismini yodlab olgandan keyin qisman xarakterlarini bilib olasiz. Qanaqa reaksiya qiladi, nima desangiz qanaqa reaksiya qiladi. Keyin o'shanga ko'ra yondashiladi-da. Balki hammaga bir xil muomala qilib bo'lmaydi-ku. O'zidan kelib chiqib muomala qilish kerak. O'sha o'zidan kelib chiqib muomala qilishni o'rganganimdan keyin sal yengilroq kechgan. Mana shu o'zi mohiriyat-ku. Shu markazdan maktabga adaptatsiya qilishdik. Men o'zi bitta narsani sezdim shu joyda. O'quv markaz, siz aytgan asosiy bor, sabab bor, ya'ni baribir o'quv markaziga yoki ota-onasi maslahat qo'yib bergan, yoki akasi qo'yib bergan, o'zi qo'yib kelgan bo'ladi. Maktabga baribir bolalar ozgina o'ynashga, hazillashishga keladi. O'qish uchun ham kamroq. Va shundan tashqari men ustozlarni xususiy maktabga adaptatsiya bo'lishda mana shu xislatni o'zi asosan qarash kerak ekan. Ya'ni o'quv markazida zo'r degani maktabda zo'r o'qib ketadi degani emas bu boyagi birinchi sabab tufayli. Ikkinchi yana bitta sabab ko'rdim. Masalan, aytaylik, bizning maktabda matematikaga umuman ko'p e'tibor berilganligi uchun endi bilamizki, o'z respublikada eng yaxshi matematikchilar ko'pincha Buxorodan chiqadi. To'g'ri. Lekin Buxorodan olib kelingan ustozlarni integratsiyasi qiyinroq bo'lar ekan. Ya'ni maktabga mana o'quv markazidan hozir agar ustozlar maktabga o'tayotgan bo'lsa, nimaga e'tibor berish kerak desa, imkoni bo'lsa maktabga o'tayotganda o'zini viloyatdagi maktabga o'tish kerak. Nimaga desa, chunki sizga nimaga bir chorak ketgan Oybek aka? Chunki siz Toshkentda dars bergansiz, hech bo'lmasa. Maktabga borganingiz ham toshkentlik bolalar. Toshkentda men o'zim ham viloyatda o'qiganman. Viloyatlikman. Viloyatimizda aytaylik, ozgina ursangiz, ozgina bir aytaylik tayoq bilan yoki qo'l bilan qattiqroq tursangiz, bola turib beradi-da. Toshkentda turib berishmaydi bolalar. Umumiy muhitdan boshqacha, shuning uchun o'quv markazidan maktabga o'tgan ustozlarda ko'p depressiya ko'raman. Viloyat ham almashtirishyapti. Bu madaniyat ham almashiryapti, kichikroq madaniyat. To'g'ri. Va ham o'quv markazidan maktabga o'tayotib, ikkita narsani yengib o'ta olmasa, ko'pincha ustozlar yo maxsusiy maktab bo'lmasa ekan, yaxshi emas ekan deb turib, yana o'quv markaziga qaytib ketishyapti. Shuning uchun men o'tayotganda hech bo'lmasa madaniyat yaqinroq joyga o'tish kerak yoki Toshkentda ishlab ko'rib, o'quv markaziga keyin maktabga o'tsa, masalan, siz shunaqa qilgansiz, Johir shunaqa qilganlar. Shunda menimcha maktabga moslashish osonroq bo'ladi degan. To'g'ri. Odamni
nima edi boshqalar bilan munosabatidagi o'sha qonun qoidalarga moslashishga vaqt ketadi baribir. Deydi ani bizda boshqacha edi-ku deydi. Umumiy insoniy anavlar ham munosabatlar ham boshqaroq. Culture shock. Culture shock. Viloyatlarida ham bo'lar ekan, hattoki o'qituvchi bo'lsa ham. Endi viloyatlarda sal qattiqroq gapirsa bolalar jim o'tiradi. Toshkentda unaqa vaziyat qiyin-da, bu qattiq gapirib. Qattiqroq gapirsang, qattiq gapirasiz deydi. Siz huquqingiz yo'q deydi. Oybek aka, keldingiz, maxsusiga o'tdingiz. Sizda ham, ya'ni boya aytganingiz qisman davom etmoqchiman. Ya'ni fanlar bo'yicha tabaqalash baribir bor. Maktablarda bo'ladi. Mana shu narsani qanaqa yengib o'tgansiz? Ya'ni o'tmoqchi bo'lsiz. Ya'ni fizika 2-darajali. Umuman olgan siz faningizda ham tabaqalash bormi, ya'ni? Ha, bor. Endi tabaqalashish yoki tabaqalanish bu endi bugungi kun tendensiyasi deb o'ylayman-da. Keyin baribir kimdir fizikani yoki kimiyani qiziqib o'qib ketish uchun shu sohada o'zbekchasini eslab perspektiva bo'lish kerak-da. Hozir bizda masalan deydik ishlab chiqarish va hokazolar boshqa joylardagidek bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yoki masalan injener bo'lish uchun, boshqa bo'lish uchun masalan samolyot ishlab chiqaradigan zavod bor edi, masalan yo'q deylik, aviatsiya sohasi. Yoki yana boshqalarda, meni o'zim shaxsiy fikrim, ishlab chiqarish rivojlanmaguncha, davlat miqyosida katta e'tibor berilmagunicha bu narsaga o'qitma qilaman deydi. Chunki o'quvchilarda baribir endi yoshda hali ular. Yosh bo'lgani uchun tabiiy savol tug'iladi. Nimaga kerak bu narsa deb so'raydi-da. Oddiy savol bu. Liboy mavzuni o'tayotgan. Bu kattalarga ham xuddi savol paydo bo'ladi. O'qidim. Keyin ishlaydigan zavod bormi? Shu injiniring bo'yicha degan. Shunaqa aytganingizdek. Endi u maktab men ham endi tushunyapman bu narsani. Ya'ni his qilyapman demoqchiman-da. Bilim hosil qilish boshqa edi. Endi his qilayotgan narsam maktabda o'qiganida odam birdaniga mana bu sohaga ishga kiraman, pul topaman degan maqsadda o'qilmas ekan. Maktab u uchun kerak emas ekan maktab. Rus tilida o'sha образование hosil qilish, tasavvur hosil qilish, dunyoqarash hosil qilish uchun kerak bo'ladigan joy. Jamiyatga kerakli fuqarolarni tayyorlab berish. Va shunaqa. Endi u sohaga yo'nalsa, endi masalan yuqori sinfda o'qiydi yoki litsey, kollejda boshqada o'qiydi-ku. Xullas, haligi savolga qaytadigan bo'lsak, qanaqa yengib o'tdingiz? Yo, yengib o'tish ko'p narsa odamning o'zini ichida bo'lar ekan, miyasida bo'lar ekan. O'zini nima edi? O'zini qanaqa programma qilganida bo'lar ekanda. Shikoyat qilganim bor edi. O'sha bir anaqaga borganimni eslayman. Birinchi yil ishlayotganda Meritda Azrahim Poldiga borgan edik. Barcha siz bor edingiz Doston aka. Xullas borgan edik, eslayman. Hamma janjallarda borganmiz. Yo, men uni janjallardan oldinrog'ida bordim. Yo'q. U hali kesiladigan joy ekan-da. Ikkinchi yil boshlangan bo'lsa, birinchi o'quv yilida borib shu anaqa Aziz aka bo'lmayapti, bolalar qiziqmayapti, masalan, laboratoriya qilib beringlar, u bu degan narsalar bo'lgan. Endi bar moliyaga taqaladigan narsa bo'lgan uchun birdaniga bo'lib ketmagan bo'lishi mumkin, to'g'ri tushunamiz-ku. Ya'ni bolalarni darsga qiziqtirish masalasida. Keyin tabaqalanish bor, chunki matematika bilan ingliz tili bor bu tendensiya, yo SAT topshiradi, yo IELTS topshiraman deydi. Men endi ko'ryapman, matematika ham orqaga chekinyapti sekin. Meni xayolimda shunaqa bo'lyapti. Ingliz tili birinchi o'ringa chiqyapti har doim. Faqat SAT o'qiyman deganlardagina. Endi ani milliy sertifikat boshqalar bo'lishi mumkin. Xullas fizikaga kelsak, qiziqish kamroq, boshqa fanlarga nisbatan qiziqish kammi, nimaga kerak degan savollar bormi? O'qituvchi ham 2-darajaga tushadi. Mayli o'qituvchining 2-darajaga tushishi, keyin bundan qanaqa chiqib ketilgani, baribir odam o'zi gaplashadigan, suhbatlashadigan, o'zini norasmiy ustozlari bo'ladi-da, baribir hammani ham gaplashadigan, dardini aytadigan, o'sha gaplashganda, boshqa qilganda niyatni to'g'ri qilish kerak. U sizga qanaqa munosabatda bo'lishligi Oybek, bu ikkinchi masala. Sen niyatingni xolis qil. Niyating shu qanaqadir o'sha fizikani o'tyapsanmi? Fizikadagi qaysidir bitta qonuniyatni o'rgatyapsan. Maqsad shu dunyoni tanisin bola. Endi o'tib ketaveramiz, keyin kelaverasizlar-ku. Fanni o'qib, oxirida Xudoni topadi odam. Allohni topish uchun, Allohning qudratini bilish uchun yoki tanish uchun ham o'qish kerak bo'ladi. Hamma ilm oxiri baribir Allohga boradi. Asan o'sha yo'ldaman deb ana qur, niyatni to'g'ri qil. Ularni xohlaydimi bu narsani, xohlamaydimi yoki ota-onasi qanaqa munosabatda bo'lishi, bu seni qiziqtirmasin bu. Sen niyatingni xolis qilib bor, o'qitur. Endi bu tendensiya dedik-ku, imtihon topshiradimi undan, topshirmaydimi? U ikkinchi masala. Mana shu yerda, ya'ni ularni aytaylik, bolalarni o'qishga qiziqmayotgani ba'zan yoki ota-onasining e'tiborsizligi, bu bizni ham mayli bolalar o'qimayapti-ku deb tashlab qo'yishimizga yoki ularga yaxshi dars o'tmasligiga sabab bo'lmasligi kerak, chunki biz alohida javob beramiz bu narsa uchun. Ya'ni bu narsa uchun aytaylik, oylik olamiz yoki rahbariyat oldida javob beramiz yoki boshqa joyda javob beramiz. Ya'ni o'zimizni amallarimizga alohida, ularniki alohida, ularnikini deb turib o'zimiznikini to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. To'g'ri, shunaqa. Chunki ular hali o'quvchilar tushunib yetmaganda bu narsani to'liq.
tushunib yetganida ha to'g'ri qilgan ekan o'qituvchi, o'rgatib to'g'ri qilgan ekan yoki o'rganib to'g'ri qilgan ekanmiz deydi-da. Qaysi fan bo'lsa ham. Boya gaplashdik-ku. Pavel Durov Telegram asoschisi Twitterda yozgani bor, yaxshi fikrlamoqchimisan, yaxshi proyektlar qilmoqchimisan, hayot nimaga erishmoqchimisan? Men qanday shu tarix bo'lsa deb o'yladim, chinni to'g'risi. Havas qildim, hasad qildim ozgina. Matematikani o'rgan degan-ku, notaga kirib turib, keyin Elon Musk plus qilib turib fizika deb yozib qo'ygan-ku. Ya'ni o'rganmoqchimiz, ya'ni keyin tagiga yozgani Pavel Durov ko'rgan bo'lsa, ya'ni matematikani zo'r, matematika zo'r bo'lgandan keyin albatta fizika, ikkalasi bo'lganda odam hayotda kattaroq loyihalar qila oladi, nimaga erisha oladi, fikrlash o'zgaradi deyilgan. Menimcha shuni ishlatsangiz bo'ladi deyman-da, Oybek. Ya'ni bolalarga nimaga qarab, kimga havas qilasan? Pulga qiziqishadi. Bolalar ba'zan o'qishga qiziqtirishga harakat qilganida bolalar o'qiylar, millioner bo'lishni desam, mana adam o'qimagan, mashinalari bor-ku, 8 ta mashinasi bor-ku, deb qo'yadi bir xillari. Keyin millionerlar ro'yxatida bormi? deb so'rayman-da, yoki milliarderlar ro'yxatida bormi? Ya'ni o'sha puldan bir aytaylik, bir katta davlatimizga foyda kelyaptimi yoki bir butun musulmonlarga foyda kelyaptimi yoki butun insoniyatga foyda kelyaptimi deb so'rayman. Yo'q, ya'ni sizlarning maqsadinglar kichik O'zbekistondagi kichik boy bo'lishmi yoki bir kattaroq hajmdagi boy bo'lishmi? Ularni anasini fikrini olish kerak. Shuni menimcha ishlatsangiz bo'ladi deyman-da, Oybek aka. Zo'r. Endi mana ishlatib ko'ramiz, bugun ko'rdim Telegram kanalni. Katta bir plakatga chiqarib yopishtirib qo'yamiz. Zo'r, yopishtirish kerakdir balki. Oybek aka, mana boya ham shu masalani ko'targandingiz. Baribir bolalarda o'zimizda ham stereotip bor baribir. Kimyo, fizika shunga o'xshash fanlar qiyin degan tushuncha bor bizda. To'g'rimi? Rostdan shunaqami? Yo'q. Manda ham bor haqiqatdan. Manda ham bor, misol uchun hozir bu sohaga kirsam, qiynalganmiz o'zimiz. Va mana shu narsa, birinchi savolim mana haqiqatdan qiyinmi? Mana birinchi savolim, ikkinchi savolim, hop, agar qiyin bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa qilib chiqib ketsa bo'ladi shu vaziyatdan? Men mani usulim deb aytolmayman. Astag'firullah, unaqa narsa emas. Ya'ni shu kelgan fikrlardan bittasi, ya'ni hozir o'zim qo'llaydigan narsa, o'quvchilarda fizika degani, endi bilmayman, o'quvchilarda ham bu narsa qayerdan paydo bo'lganini men ham bilmayman. Fizika desa formula tushuniladi-da har doim. Formulalari qiyin, masala yechilgan. Hokazo. Endi fizika degani, bu ham meni shaxsiy tushuncham. Fizika degani bu misol ishlash degani emas-da. Mana bu narsa nimaga bunaqa? O'sha kimyo ham shu savolga javob beradi, biologiya ham, kuni kecha darsda ham shu narsani o'quvchilarga ozgina og'ir keldi. Baribir endi qiynalgandir, uyqusi kelayotgandir o'quvchini boshqa tushuntirishga harakat qilasiz. Mavzudan chiqib fizika degani faqat formula degani emas. Yoki formula ishlab misol ishlash emas fizika. Fizika nimaga mana shu narsa shunaqaligiga javob beradi. Jarayonlar. Keyin darsni ikkiga bo'lib o'tishga odatlanganman. Maktabda shunaqa. O'quv markazida endi ularning aniq maqsadi bor. Ertaga borib milliy sertifikatga test topshiradi yoki oliygohga borib test topshiradi. U test ishlashga urg'u beriladi. Ularning yuklamasi 2 barobar ko'p bo'ladi. Jarayonni tushunishdan tashqari misol ham ishlash kerak bo'ladi. O'shaning uchun matematikasi sustroq bo'lgan bola olib keta olmaydi fizikani. Endi maktabdagi 9-sinf o'quvchisida hali oliygohga borib topshirish, test topshirish yoki milliy sertifikatga borib test topshirish degan majburiyat hali yo'q. Uni bezdirib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. O'zimiz ham o'quvchi bo'lganmiz-da. Bezdirib qo'ymaslik kerak. Darsni oxirgi nima o'tdik mana? Zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni degan mavzuni o'tamiz. 8-sinfmi darslikda bor. O'qitga o'tkazgich qarshiligi va hokazolar bir 2 dars birorta formula yozmasdan faqat nima ekanligini tushuntirishga harakat qildik-da. Jarayonlar bilan doskada chizib, bu yerda animatsion videolar bor, o'shunaqalar bilan degan joyi bo'ladi-da o'quvchilarni. Endi tushundik. Masalan, qarshilik nima desa, uni mohiyatini tushuntirib berish kerak. Endi qarshilik deb bolalar keta olmaymiz. Masalan, qarshilik degan joy. Nimani keltirdik? Mana qarshilikka misol qilib keltirganda, uzun koridor bor. Uzun koridorda odamlar turibdi, sizlar shu koridordan o'tib ketishingiz kerak. Qay darajada bir to'siqqa duch kelasizlar, ikkinchi holat o'sha koridorda odamlar yoki bolalar kamroq turibdi. Do'ppili aka borlar, ismlarini hali eslolmadim. To'rtburchak do'ppi kiyib yuribdilar. 9-sinflarning anaqalari, kuratorlari ismi. Hasan ustoz darsga kirib qoldilar. Dars o'quvchilarni kuzatishga, keyin o'sha joyda shu misol keldi. 8-sinflarga ham kirdilar. Shu xonadan o'qituvchilar xonasiga borishimiz kerak, hurmatli o'quvchilar dedim. Kakrasan pastdagi o'qituvchilar xonasi. Podvaldagi fizika xonasi ham pastdagi 0-etajda. Borishimiz kerak. Sizlar tanaffusda shkaflarning oldida band bo'lasizlar. O'qituvchilar o'tib ketishga qiynaladi. Masalan, men hozir Hasan ustoz bilan o'tib ketaman desam, urilib to'xtashib, joy ko'ribsiz-da. Qochib tur yoki iltimos, oyog'ini bosib olgan, boshqa bo'lgan, masalan, odam ko'p bo'lsa deyman, bu qarshilik.
Endi tasavvur qilinglar, hozir sizlar xonada turibsizlar, koridorda hech kim yo'q. Biz bemalol Hasan ustoz bilan o'qitishlar xonasiga yetib olamiz. Qarshilikka shunaqa deb tushunish kerak. Ya'ni o'xshatish qilganda ham kitoblarda shu elektronlarning atomlarga to'qnashuvidan hosil bo'ladi yoki atomlarning maydoniga kirganda qarshilikka duch keladi va hokazo. Shunaqa qilib tushuntirib, keyin uje chustut qiladi-ku, bola his qiladi-ku, ha bu endi tushundik nimaligini. Endi bir 2 dars tushungandan keyin 3-darsda endi ozgina matematika bilan shug'ullanamiz deb, keyin formulalar, mana bunaqa son bergan uchun mana bunaqa chiqadi deb. Ya'ni fizika deganda faqat formula deb quloqiga quyib qo'ymasligi kerak. Quyib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Prosta erta aytib berganda, ya'ni o'quvchi tarixni qanaqa eshitsa, fizikani ham shunaqa eshitish kerak deb o'ylayman-da. Dars rejasini qurbon qilishga arziydimi, nima deb o'ylaysiz? Arziydi. Главныйsi bola bezimaslik kerak. Yana hozir. Rejadan-da muhim. Menimcha, ha, rejadan muhim. Endi rejaga ham qanaqadir bir moslashish mumkin-ku, yoki rejani o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin-ku. Umumiy rejadan chiqib ketilmaydi, lekin rejadagi gaplarni hammasini aytish ham shart emas. O'zingiz tashqaridan o'ylab bir ijod qilsangiz bo'ladi. Главный bolada obraz nimagadir o'xshatmasa o'rgana olmaydi bola. Analogik bo'lish kerak. Analogik bo'lish kerak, o'xshash bo'lish kerak. Har bitta jarayonni fizikadagi, endi har bitta jarayon ko'pgina jarayonlandi. Oybek shu joyda aniqlaylik ozgina. Endi men siz bilan 3 yil ishladikmi bitta joyda? Bu 4-yil ishlayapmiz. Ko'p anularni misollarni ko'ryapman. Endi Oybek akanlar menga fizikadan direktorning shofyorlar dars bergan, men tushunmaganman to'g'risi fizikani. Oybek akan darsga kirib turib, men aniqlaganman nima deydi? Fizika juda zerikarli fan emas ekan degan tushunchani Oybek akan darsdan ko'rganman. Chunki qiziqarli, kuldirib, ozgina. Maşalloh. Keyin o'quvchilar ham bir o'zingiz ham misollar aytib beruvdi. Shu misollarni tekshirib keltiraylik, ya'ni ustozlarga nima deydi? Tayyor dasturlar amal bo'lsa. Ya'ni men bitta misol eshitgandim, xuddi shuni bir aniqlab bersangizda, keyin yana o'zingiz ham yana bittasini qo'shingiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar ham so'ragandim. Yozilmagan podkastimizda. Bitta o'quvchi o'tib ketayotganda o'sha olib, hammani oldiga olib chiqib olib, ya'ni shu qanaqa qilib turib mavzularni tushuntirasiz, qanaqa misollar keltirasiz, mavzularga qanaqa moslashasiz. Xuddi shu misolni bitta aytib berib, o'zingiz ham keyin nimalar qilgansiz amaliy jihatdan. Meni ham shu yo Azim aka yo Orif aka degan ular sheriklari bor edi. Shu fizik ustozlarim bo'lgan. O'shalar ko'p aytardi-da. Endi ular ham fizikku, fizik aniq fan o'qigan uchun, aniq fandan dars bergan uchun matematikada o'xshatma qilish qiyinroq. Meni fikrim shunaqa, matematikadan dars, masalan, kvadrat tenglik mana hayotni nimaga o'xshataman-da. Analogini topib olmayman, qiynalishi mumkin. Umumiy holatda mana nima edi, noma'lumni topish kerak bo'ldi. Usulni mana shunaqa deymiz. Ya'ni kim nima edi, matematika sal quruqroq fan-da men uchun. Hissiyotim shu, ko'z oldimga shu keladi. Qiyinroq matematika. Ustozlarga qiyinroq matematika ustozlarga. Chunki logaritm yoki trigonometriyani axlor degan bola trigonometriya, ustoz trigonometriya ochiq ayting, nimaga kerak dedi. Asabiylashib turgan ekan, guruhdan tushgan ekan deb. Hamma bola pastki guruhda nimadan o'rganganmizda, u oldinda-da o'sha axlor degan bola aytdi-da. Nimaga yozdi-da? Ha. Bir kun oldin ota-onasi ham kelgan ekan, jahli nima bo'lgan. Keyin tushuntirishga harakat qildi, matematikani nimaga kerakligini. Fizikada bu osonroq kechadi. O'sha o'qituvchilarimiz aytgani, o'sha xususan Azim aka, Orif akadan bir aytgan gap bor ediki, nima mavzu o'tsa ham iloji boricha o'xshatish qilish kerak birinchi. Hayotiy o'xshatish. Fizika bo'lishi shartmi? Yopishishi shart emas. O'xshasa bo'ldi. Obrazning o'xshasa bo'ldi. O'sha misolga qaytaylik tani. Keyin o'sha bosim degan mavzu o'tishimiz kerak edi. 7-sinf edi menimcha o'shada. 7-sinfda bosim degan mavzuni o'tishimiz kerak. Shu bosim bu kuchning yuzaga nisbati, formulasi bor. Keyin yuza kamaysa kuch ko'p, yuza kamaysa bosim ortadi, yuza kattalasa bosim kamayadi. Bu narsalarni o'quvchi yodlab oladi. Yodlatish mumkin. Ozgina bir bosim bersa yodlab oladi ham. Nima bo'layotganini his qilish kerak u baribir. O'shaning uchun endi bu ham Allohdan shu fikr kelib qolgan. Sinfda Qayerda kimdir yurgan. Bitta masalan 7-A sinfiga dars berishimiz kerak. Darsga kirishda bir 15-16 tacha o'quvchi. Keyin hozirlar mavzuni ham aytmadim boshdan. Chunki aytsam keyin bilib qoladi-da. Hozir o'tirib turaylik, ish qilamiz. Keyin koridorga chiqib 2-etajdan yo 3-etajdan boshqa bitta 7-sinf o'quvchisini, aynan o'quvchi ham qanaqa vano bezroq emas ana. Xullas o'ziga ishonchi gal emas-da. Sal bir ana qisinib qimtinib yuradigan o'quvchini olib kelib, bitta ish bor, iltimos darsga kirib berganda, ha, xo'p, bitta ish bor edi, iltimos. Xo'p, olib kirib, shu doskani oldiga turg'izib qo'yib, eshikni yopib, o'quvchilarga oldinroq aytdim, hozir bittasi kiradi, o'shanga tikilib turasizlar bo'ldi dedi. Bu hammasi tikilib turgan o'shanga. Ani o'sha xijolat qildi, terladi, ozgina yer chizdi, oyog'ini chizdi. Qo'limdan yuzini bekitib, nima qilasizlar ustoz, u men ketaman yo ketmaydi ro'rpasda. Shu 1 minutga o'zi bormagan, keyin bo'ldi men chiqib ketaman ustoz, chiqib ketgan. Keyin shu bolalarga aytilgan, shu bolalar bosim shu. Hammanglar bir tochkaga qaratib, fokusi bitta tochkaga qaratganingiz uchun, xuddiki kuch o'sha
lekin diqqat hammasi bir tochkaga, bir nuqtaga jamlangani uchun bosim ortib ketdi unga. Endi xuddi shu anaqani tajribani boshqa bilan qilib ko'ramiz deb. O'zi bildinglar, tajribani tushundinglar, ha tushundik. Yana qilaylik, yana bittasi. Endi boshqacharoq qilamiz deb 3 kishini olib kirdim begona. Ular ham bilmaydi nimaga kirayotgan. 3 tami, 4 ta edi. Endi shularga tikilinglar. Endi tabiiyki hammasi bitta odamga tikilmaydi-ku, 3 tasiga, 4 tasiga. Ularda kamroq bo'lgan shu anaqa hayajonlanishi, bosimga uchrash emas, hayajonlanish kamroq bo'lgan. Bo'lib chiqib ketaveringlar deganmiz. Chiqib ketgan, rahmat aytib, mana endi odamlar ko'paydi. Bu xuddiki yuza ko'paygandan keyin shu bosim kamayadi. Keyin formulada son bilan qo'ygandan keyin tushundik. Ustoz yana bosim berib ko'ramizmi bu kimga? O'zi hech bo'lmasa prikol qilib shu gapni aytishi ham o'zi o'quvchi nimanidir tushunadi deganida. Qachondir bosim degan so'zga duch kelib qolsa fizikada yoki bosimni tushunish kerak bo'lib qolsa, shu nimagadir o'xshatadi, analogga o'xshatadi, davom etib ketadi. Yo'q narsani odam tasavvur qila olmaydi-ku. Kimdir aytdi shuni. Odam o'zini xayoliga kelgan любой narsani hayotda yasash mumkin. Ya'ni nima edi? Xayolida bor narsanigina xayol qila oladi. Masalan, odam jannatni his qila, nima edi? Tasavvur qila olmaydi. Chunki jannatga o'xshashini ko'rmaganda, faqat odam alayhissalom ko'rishi mumkin edi yoki his qilishi mumkin edi. Do'zax ham shudi. So'z mana analogiyalar haqida gap ketdi hozir. Shu analogiyani qayerdan olasiz? Men mamnaq qilib olganman desak, qaysi vaqt olishingizni ham aytib ketaylik. Ha. Random keladimi yo darsdan oldin o'tirib olib bir kun? Yo'q, bunaqa bo'ladi. Endi aslida men qildim desam, astag'firulloh, bu mumkin emas bunaqa deyish. Hamma narsa Xudodan, Allohdan. Ko'p kitob o'qish yordam beradi bu narsaga. Ko'p badiiy kitoblarni o'qish ham shu. Endi dars sanaqasiga qarab. Nima edi? Kimga qaysi sinfga darsga kirish, qaysi mavzuligiga ko'ra. Masalan, harakat degan mavzuni o'tayotganda unga o'xshash kerak emas. O'zi shundoq ham tasavvur qila oladi mashinani, uni buni. Yana boshqa bir qaysidir mavzularda endi o'xshatish kelish kerak bo'lsa, bir kun oldin bari o'ylayman, nima qilinadi, nimani o'xshatish qilish mumkin. Keyin sinfdan sinfga o'tganda ozgina sayqallashib boradi. Mana buni bittasini qo'shasiz, ikkinchisini qo'shasiz. Kitob o'qisa tasavvur bo'ladi-ku. Kitob yoki jurnalga o'xshagan narsa, baribir tekst o'qigan bo'lish kerak. Badiiy kitobni ko'p o'qigan bo'lish kerak ekan. Fizika bo'lish shart emas. Badiiy narsani ko'p o'qisa, u yog'i endi o'z keladi, o'zidan o'zi keladi-da. O'ylaganingizdan keyin keladi. Ilhom keladi. Shoirlarga ilhom qayerdan keladi? 50 gramm cho'g'landan. Ya'ni odam nimanidir ustida ko'p o'ylasa, kalla o'shanga ko'ra ishlaydi, menimcha. Masalan, qamoqdan qochish xohlagan odam ko'p o'ylayvergandan yo'llarni qidiradi-ku. Voy, Shawshankdan qochish. Men hozir Shawshank qayerdan keldi hayolimga? Boya siz bilan gaplashuvdik, shu narsa. Shawshank o'sha narsa qachondir bo'lganini eslab qoldik-da hozir. Esiga keladi. Odam qattiq xohlasa, qattiq yoki nimalarni qo'rqsa, kallasi o'sha rejimda ishlaydi. Sharmanda bo'lishdan qo'rqish kerak. Bolalar oldida. Voy, fikr kelib qoldi menga, ya'ni. Hamma kuni ham zo'r darsga tayyorlanib bormaysiz-ku. Qaysi kun dangasalar bo'lib qoladi, nimadir ishlar chiqib qoladi shu. O'zim qo'rqitish uchun bir kalendar tutsam dedim. Har kuni darsga 100% tayyor borsam, ya'ni 100% tayyorman, analogiya tuzganman, materiallar tuzganman, qanaqa boshlash, qanaqa tugash, hammasini bilaman, vazifalarni ham bilaman deb borsam, pitichka qo'yaman. Agar shu 90% bo'lsa ham qo'ymayman pitichka deb o'yladimda, keyin shu o'qituvchini tashlab yubormasam bo'ldi, bunaqa tutsam, chunki bunaqa qila olmay qolsam, yomon bir yaxshi tayyor bo'la olmaganimni ko'rinib qoladimi deb o'zimdan o'zim qo'rqdim ozgina. Balki shundan qo'rqitish kerak ekan. Ya'ni aniq vizual ko'rib tura olsa odam nimadir. Menimcha yana hozir gap keldi. O'sha darsga tayyorlanish dedik-ku, hozir qachon keladi fikr yoki xatdan o'ylab topiladi. O'qituvchida anaqa bo'ladi, dars reja bo'ladi, yozadi, konspekt yozish ham mumkin, boshqa qilish ham mumkin. Menimcha, menga ko'ra o'qituvchilik qilish ham xuddi ani shoir she'r yozishidek gapda. Ilhom kelish kerak, chiroyli gap kelish kerak, uni o'ylaydi, yoki xohlash kerak-da, o'shani ertaga darsim bor degan mas'uliyatni his qilsa, shu nimadir o'rganish kerak degan narsani his qilsa, keyin keladi deb o'ylayman-da. Bu ham ruhiyatga bog'liqroq narsani, nomoddiy narsa deb o'ylayman. O'zi xohlamasa, yuzaki qarasa, unaqa fikr ham kelmaydi. Men ham shunaqa, men darsga tayyorlanganimda odatda boshida kelmaydi albatta, disappointment deymizmi? Umidsizlikka uchrayman. Kelmaydi, keyin bir 2 soat, 3 soatlardan keyin zo'r ilhomlar kelishga boshlaydi. Men endi o'zim uchun shu narsani kashf qilganman. Ya'ni bittasi ko'proq e'tibor qaratsangiz, haqiqatan chuqur rejimga tushasiz-da baribir. Keyingina ilhom keladi. Ya'ni kattaroq, ko'proq mehnat kerak bo'ladi deb o'ylaganman o'zimcha. Aldamoqchi bo'lgan odam qanaqa qilib aldashi, ko'p o'ylagandan zo'r fikrlar kelib qoladi. O'zi insonni e'tibori shunaqa narsa, qat'iy e'tibor qarasa o'sha narsa rivojlanib ketaveradi baribir. O'sha joy gullab ketaveradi. Xo'p, boyagi masala, ya'ni mana shu tabaqalanish jarayonida qanaqa qilib siz bolalarni qiziqtirib qo'yasiz hozir? Qiziqtirishga harakat qilyapsiz yoki
faningiz va o'zingizning obro'yingizni qanday saqlayapsiz? Bu ham anaqa ekan, ruhiy narsa ekan. Haligi niyat masalasida, niyatni to'g'ri qilib, men shuni o'rgatishim kerak, o'rganish kerak u deb xolis niyat qilish kerak-da. To'g'ri, masalan, pul topish uchun ishlayapmiz, oila olish uchun ishlayapmiz, u bu-ku. Lekin gap hozir o'tdi partani oldida o'tirgan odamlar haqida ham, bolalar haqida ham gap ketyapti. Kimdan eshitganimni eslolmayman-ku. Ishga kirayotganda bir motivatsion xat yozing degan joyi bor edi. Shu narsani yozib qo'ydim-da. Chunki yoqdi. Bitta o'qituvchi kirarkan, o'qituvchi darsga kiradida, hikoyamida darsga kiradida o'quvchilardan so'raydi. Sizlar o'zingizlar bilgan mashhur odamlardan bir sana beraydi. Farqi yo'q, qaysi sohada u, fizikmi, ximikmi yoki bir o'sha bloger bo'lsin, blogerdir, va hokazodir, siyosatchidir. Bittasi u deydi, bittasi bu deydi. O'sha Elon Musk ketar, falonchi bitta diniy olim yetar, yana dunyoviy olim yetar, bir 10-15 kishi haqida gap chiqdi. Endi o'shalar ham keyin o'sha o'quvchilarning diqqatini yana bir joyga jamlab, jim qilib olgandan keyin o'shalar ham qachonlardir partani oldida o'tirgan, o'qituvchining qarshisida o'tirgan, to'polon qilgan sizlardagi. Endi to'polon yaxshi ma'nodagi gapda, sho'xlik qilgan, to'polon qilgan sizlardagi. Lekin olim bo'lib yetishdi shular. Sizlar bilmaysizlar-ku hozir qaysi biringlardan kim chiqishini. Hammanglar hozir biznesmen bo'lib ketmasliginglar ham tayin yoki til sohasida ketishinglar ham anaqa emas, aniq emas. Balkim bitta fizik bo'lib ketarsizlar. Bitta ximik bo'lib ketarsizlar, bitta yana olim, siyosatchi va hokazo. Shuning uchun o'rganib qo'yaverish kerak. Bitta o'quvchi aytdi shuni, 8-sinfdagi o'quvchi aytib qoldi, ismini hali eslab qolaman. Bitta qiz aytdi. Sen sherigiga aytibdi-da. Sen bilmaysan-ku ertaga nima kerak bo'lishini o'rganib qo'yaver, zarar qiladimi, boshing og'irlashib qoladimi deb gapirdi. Niyat to'lib qoladimi? Niyat to'lib qoladimi dedi. Analog ishlatdi-da. Nima edi? Darsimiz ko'payib ketdimi dedi. Ko'p narsaga eshitvordik degandek gapirdi. U ham endi o'qishga qiziqar ekanda. Endi men ana o'qituvchi niyatini xolis qilib kiraverish kerak. Shu biz ham o'qituvchi sifatida shu yerda balkim kelajakda kimdir qanaqadir olim o'tirgandir shu yerda. Yana kimdir siyosatchidir, prezident o'tirgandir ichimizda, bilmaymiz-ku, vallohu alam. Endi o'shalarga to'g'ri yo'l ko'rsatishga hozir o'sha soatda biz mas'ulmizda. Biz niyatni xolis qilsak, u yoqqa ham o'tar ekan shu narsa. Ya'ni agar o'qituvchi masalan men shu 45 minutda bir amallab o'tkazib chiqib ketsam bo'ldi deb kirsam, o'quvchilar ham anaqa shunaqa bo'lib qoladi. Aurasi shunaqa bo'ladi. Uni moddiy tushuntirib bera olmaysiz-ku, his qilasiz o'quvchini ham. Lekin o'sha yerda masalan 20 kishiga dars o'tayotganda, 20 kishi o'tirsa darsda, xolis nimalardir berilib tushuntiryapsiz, to'g'ri, tushunmayotgani bo'lishi tabiiy. Qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar, xohlamayotgani ham bo'lishi tabiiy, lekin o'sha yerda ichida 2-3 ta odam uchun o'tasiz. Kim edi? Xayrli Hamidov gaplari bor edi. Bitta sinfda 3 kishimi, 4 kishimi bittami o'qiydigani bo'ladi, maktab o'shani ustida turadi. O'sha bola maktabni bitirib ketsa yoki yo'q bo'lib qolsa, o'sha dars jarayoni ham shunga o'xshash bir gap eshitdim. Xayrli Hamidov. Aniq eslolmayman matnini-yu. Hech bo'lmasa o'shalar uchun berilib dars o'tish kerak. Ya'ni boringizni berib dars o'tishingiz kerak. Niyatni xolis qilish kerak ekan. Baribir niyat birinchi o'rinda. Shu masalada o'tgan safar gaplashdik, Po'lat aka bilan gaplashganimizda qiziq bitta tadqiqot aytib berdilar, o'zlari qilishgan ekan. Ya'ni o'quvchilarning so'rovnoma olishganda, o'quvchilar so'rovnoma olishganda shu o'qituvchini ta'riflang deyilgan va qanchalik o'quvchilar o'qituvchini ichki maqsad bilan kelyapti deb hisoblasa agar, ichki maqsad ustiga emas, ya'ni ichki maqsad bilan kelyapti deb hisoblasa, shuncha shu ustozdan qiyinroq vazifalar bajarishga rozi bo'lar ekan. Ya'ni mana shunday korrelyatsiya bor ekan, ya'ni qancha u ichki motiv bilan kelayotgan bo'lsa, shuncha o'quvchi unga ko'proq energiya berishga tayyor bo'lar ekan shu yerda. Shunaqa. Oybek aka, men boya bitta savol kelib qoldi menga. Ya'ni dars boshlash qaysi yilda boshlagansiz shunda taxminan? 2006-yil. 2006-yilda. O'tgan safar Po'lat akadan savol so'ragandim. Oybek aka, mana tasavvur qiling, o'sha 2006-yil o'sha yangi dars berish boshlamoqchi bo'lgan Oybek aka. O'sha Oybek akaga qanaqa 3 ta tavsiya bergan bo'lardingiz? Hozirgi holatingizdan turib, ixlosdan tashqari. Birinchisi shu fan bo'yicha endi o'sha hozir mana YouTube bor, boshqa bor-ku. Endi 2006-yildan bor edi menimcha. Foydalanishganimni eslolmayman internetdan. Bemalol emas edi paytda. Foydalanish qiyin edi 2006-yilda. Puli qimmat edi internet. Hozir bemalol-ku. Shu sohada dars berayotgan boshqa o'qituvchilarning darsini albatta ko'rish kerak. Shu mavzuni dars. Masalan, bosimni o'tmoqchimiz ertaga, boshqa bitta o'qituvchi, boshqa ikkinchi o'qituvchi qanaqa o'tgan shuni oldin ko'rgin.
Hatto bu undagi kamchilikni ko'rib, o'sha kamchilikni qilmaslikka harakat qiladi. Namunalarni ko'rib chiqish kerak. Namuna ko'rish kerak ekan. Eng kamida dars o'ta olmasa ham ichki xotirjam bo'lasiz ha. Shunaqa. O'sha buni ham Azim akadan o'rganganman. O'sha o'quv markazida bor edi, shu sistema bor edi. Azim aka majburlardi, kirganda boshqa o'qituvchilar darsga kirgiztirardi. Bo'shmasan kir darsga. Hech bo'lmasa nima qilmaslikni o'rganadi. O'quvchilarga qanaqa muomala qilyapti, qanaqa qiyin holatda nima reaksiya qilyapti o'qituvchi. Baribir tajriba kerak ekanda. Noldan boshlab kirib ketish sal anaqaro. Nima edi? Mayak bo'ladi-ku. Nima mayak o'zbekchasi nima edi? Xommi? Yo'q. Yo'q, mayak deyiladi. Mayak emas, mayak deyapmiz. Mash'al. Mash'al. Mayoq emas. Mayak. Mayak urishchasi. Bizni qishloqda Samarqand shevasida mayak deyishardi. Avval shunga Samarqand shevasi o'tib qoldi. O'zbekchasi. Bog'ning tomonida o'sha yil kulolmadim. Shevada shunaqa deyiladi. Shevada, voha shevasi shunaqa deyiladi. Yo'q, mavzuga nima aloqasi bor? To'g'ri fizik ustozlar bilan. Yo'q, o'zi nima aloqasi bor ekan deb o'yladim-da. Fizika aloqasi bor shu. Qoraytirib qo'yamiz bo'ldi ekan. Ustozlar ham odam har xil gaplarni gaplashadi. O'sha mayoq bo'lish kerak. Ya'ni mayoq deganiki bir ideal o'qituvchi ma'nosida aytmayapman. Hech bo'lmasa orientir olib oladi o'qituvchi darsga kirganda. Nima mumkin emasligini. Baribir o'quvchilar ham bir nechta darslarga kirgandan keyin taxminan dars jarayonini biladi-ku. O'sha dars jarayonida qabul qilinmagan narsalarni qilib qo'ymaslik uchun ham albatta dars ko'rish kerak ekan. Jivoy yozilgan. Mana sun'iy bir kamera qo'yib qo'yib, u o'qituvchi uni kameraning yonida turganini his qilib o'tilgan dars emas. Jonli o'tilgan darsni ko'rib kuzatish kerak. Birinchi tavsiyangiz bu? Meni fikrim shu. Ikkinchisi anaqa. Bu meni fikrim emas, o'zi eshitgan edim, endi kelyapti fikr. Nutqni rivojlantirish kerak o'qituvchi. Qaysi fandan dars berishdan qat'iy nazar nutqi ravon bo'lish kerak. Mana anaqa deyotgan gaplarimdan foydalanmaslik kerak. Imkon qadar ravon qilish. U kitob o'qish kerak, ko'p badiiy kitob o'qish kerak. Mana yana endi aytaman, 38 yoshga kirib endi bilyapman. Mana aka majburlardilar, adam majburlar kitob o'qiysan. Yoqmasdi, nafsimga og'ir botardi. Yana kitob. Yoki ma'lum bir joyga kelgandan keyin o'sha 8-sinfligimni eslayman. 2 yosh orasini o'qiganimdan boshqa eslayman o'shani. Akam o'qitgan edilar, boshida majburlab, keyin o'zim kirib ketilgan. Sarg'dayni minibdan boshqani. Ko'p badiiy adabiyot o'qiganda nutq rivojlanadi. Gap qanaqa tuzadi, ega kesimi, boshqasi. Gap ravon bo'lsa ham, ya'ni nutq ravon bo'lsa ham, o'quvchi hech bo'lmasa nutqiga mahliyo bo'lib turadi. Ozgina bo'lsa ham. Erkalab turadi. Ha, shunaqa. Mana shu nutq deganingizga men endi o'yladim, menga shuni tavsiya berishgan. Nutq rivojlantirish badiiy kitob o'qish kerak deb. Mana bunaqa tushuncha bo'lardi. Ko'p badiiy kitob o'qish kerak. 1-2 yil vaqt ketadi degan tushuncha bo'lardi, lekin o'zimda sinab ko'rdim. Shu o'qishingiz bilanoq foyda berar ekan bu. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri foyda berar ekan, lekin bitta tomoni bor ekan, davomiy o'qib turishingiz kerak faqat. Shu oz-ozdan bo'lsa ham davomiy o'qiganingiz zo'r foyda berar ekan. Men o'zimda shuni sinab ko'rganman, lekin men to'xtab qoldi hozir. Hozir ko'proq ingliz tilida o'qiyapman, o'shancha hozir yana to'xtalishlar bo'lyapti menda. Shu narsaga kelganmanki, ya'ni tez foyda beradi badiiy kitob o'qish va ozgina bo'lsa tez qilib turish kerak ekan shu narsani. Birinchisi demak dars ko'rish bo'lsa, boshqalarning darsini ko'rish albatta kerak ekan. Ikkinchisi nutq ravon bo'lish kerak. Demakki, badiiy adabiyot baribir o'qish kerak ekan. Bo'lsa ham yoshlikdan o'qib kelgani yaxshi, bo'lmasa shu boshlash kerak. Uchinchisini bilmasam endi. Uchinchisiga hozir o'sha fikrlar ko'p kelyapti-ku. Men uchun eng muhim bo'lgan narsa o'quvchi bilan munosabatlarda o'qituvchida xullas sir bo'lish kerak, sirri bo'lish kerak deydi-ku. Avrasi. O'quvchi kirolmaydigan chegara bo'lish kerak-da. Masalan, qanaqa? Bu yo'q, xohlagan odam bilan bu. Ya'ni siri bo'lish degan qaysi ma'noda? Deganda qanaqa bo'lish kerak? Zagadishni deydi-ku. Agar o'qituvchi haqidagi hamma ma'lumotni bilib qo'ysa, u qiziq bo'lmaydi-da. Misol uchun shu o'qituvchim har kuni obedda chiqib ketadi tashqariga-da, qaytib keladi. Bu obed qilarmikan yo boshqa ish qilarmikan, uchrashuvga chiqib nima qilar ekan? Hech bo'lmasa minimum просто o'xshatish qildim-da. Yoki shunga o'xshash narsa, masalan, o'qituvchim har zamonda orada kostyum cho'nchagimni qo'lini tiqib qo'yadi. Nima bor ekan shu yerda? Ya, u men o'xshatish bu emas. Lekin anaqa boshqa narsani nazarda tutdimki, o'qituvchini ana shaxsiy hayoti bo'ladi-ku. O'ta shaxsiy bo'lgan chegarasidan kirib ketmaslik kerak. U nafaqat o'qituvchi-o'quvchi munosabatida, er-xotin munosabatida ham sir bo'lish kerak. O'qilmagan romanda bo'lib turish kerak. O'qilmagan romanda hech bo'lmasa bir ikkita bobi bo'lib turish kerak. Bir kun shunga zo'r degan joyi.
Aziz akani birinchi treninglarga boruvdikmi, shu 2020-yil bo'lsa kerakmi, 21mi yoki shu Amerikaga kelishimdan oldin bordik. Aziz aka soat 10 qo'llariga taqarladi, aytavergan bo'lsanglar. 10 qo'llariga taqadi. Keyin trening o'tdilar, bo'ldi, yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi, keyin savol javob keldi. Bitta bola turib, shu Aziz aka nimaga shu soatingizni 10 qo'lga taqasiz desa, birinchidan siz so'rashingiz uchun shu gaplarni shu qiziqsin menga, e'tibor qaratsin, nimaga ekan deb o'ylasin. Hazil tariqasida. Deganlar endi balki hazil tariqasida, balki rostdan ham ya'ni noodatiyroq bo'lish, ya'ni ozgina sirlilikka ham qo'shib beradi-da. Siz aytganingizdek, ikkinchi odam haqida hamma narsani bilib qolgansiz, har bitta xatti-harakatidan keyingi xatti-harakatini bilsangiz, boya aytganingizdek zerikarli bo'lib qoladi. Demak, ozgina sirli bo'lib turgani yaxshi. Shuni qanaqa endi amaliyroq ko'rsa ozgina, ya'ni boyagi masalasida, ya'ni chegarani qatdan chizamiz. To'g'ri, hamma ustoz o'zi chizadi. Lekin mana sizning chegaralaringiz qayerda? Qaysi joygacha chegarani ochasiz? Qaysi joydan bo'ldi? Bu diskret bo'ladi. Shaxsiy hayotingiz haqida gapirish shart emas o'quvchiga, chunki o'qituvchining salobati yo'qolib qoladi. Misol uchun bo'lgan shunaqa deb aytdi, balkim bo'lgandir, balkim shuni qilmasin deb aytgandirlar. Misol uchun qaysidir bitta qaqqadir borib keldingiz, misol uchun qaysidir restoranda ovqatlandingiz. Aytish shart emas, bu narsalar o'quvchi bilan muhokama qilinadigan narsa emas. Yoki bo'lmasam boshqa joyga chiqaman. Masalan, yigit bilan qiz uchrashuvga chiqsa, yigit mashina ustasi bo'lsa, mashinaning motori haqida gapirmaslik kerak. Birinchidan qizig'i yo'q, ikkinchidan endi uncha yopishmadi-yu, bu o'xshatish shu. Xullas bo'lish kerak. Uni ichiga kirsa, o'sha sizning shaxs ekanligingiz yo'qolib qoladi. Shu joyda bitta zo'r aniq keldi. Menimcha, demak, o'qituvchi maqtanchoq bo'lmasligi kerak. Ya'ni maqtanchoq bo'lsangiz, har bitta o'zingizni aytaylik bir yaxshi jihatlaringiz bor yoki yo'q bo'lishidan qat'iy nazar ba'zan maqtanib hammasini ochib qo'yasiz. Men masalan o'zim endi mohiram, hammamiz ingliz tili bilamiz-ku. Masalan, men tarix ustoziman, ingliz tili bilishim ba'zan beradi. Nima deydi, bir kutilmagan voqea bo'ladi. Men hech qachon kirib turib maqtanmaganman. Shunchaki yana o'quvchilar kelganda ingliz tilida kitob o'qib o'tirardim, endi o'zim uchun o'qib o'tirardim. Keyin bolalar kelardi bir xilda, "Voy, ustoz ingliz tilida o'qiyaptimi?" Bola o'zi ingliz tili orzusi-ku ularni. Ularning tarix ustozi ingliz tilida kitob o'qiyaptimi? Eshitib qolganman. Bo'ldi. Bu ustozingizga men hurmatim oshdi. Endi boshqacha dars qilaman deganlar ham bo'lganda, hattoki ya'ni maqtanolmangiz yoki qayergadir sayohatga bordingiz yoki qayergadir borgansiz, ya'ni kelib turib bordim emas, ijtimoiy tarmoqlar ham bor ekan, rasmlaringiz bor. O'zlari qachondir ko'rib qolar yoki kimdir aytib qolar. Ya'ni shu joyigacha menimcha qo'yib berish kerak. Qachondir unga informatsiya yetib borsa, shu menimcha zo'r ta'sir ko'rsatadi. Keyin yana bitta narsa, hozirgi yosh bolalar ham, ya'ni yosh 5-sinf, 4-sinf deymizmi, ustoz maqtanyaptimi yo'qmi, samimiyligini biladi. Men biladi. Men chunki jiyanim bor, Bahodir degan. Aytib berdi, o'quv markaziga, aytidan o'quv markaziga boradi, bittasi keldi deydi. Anaqa Matizda keldi deydi. Kaptivan bor, kalti qolib ketdi. Kalti yo'q. O'sha hozir Matizda keldim dedi, deb kulyapti-da ustidan. Ya'ni ko'rganim haqiqatan 5-sinf bola ham u qo'polroq qilib aytganda lo'q emasda, u 5-sinf bola ham biladi ekan. Yana bitta voqea yaqinda bo'lib qoldi shu. Shundan ishonchim komil bo'ldi. Bitta ustozimiz xullas elchilar kutayotgan ekan. Xullas maktabimizda bitta ustozimiz shuning uchun darsga kela olmas ekan, o'quvchilarga aytgan. Anaqadan Xitoydan elchilikka o'tishdan kutib olishim kerak degan ekanlar. O'quvchilar aytayotdi-da, shunaqa dedilar-da, Xitoylik elchilar deb lehki maqtanib ketdilar deb qo'ydi-da. Ya'ni o'sha ilintirib ketganini ham hattoki bola sezyapti-da. Ya'ni bola shu nosamimiyligini biladi hozirgilar. Xo'p, endi bitta burilish qilsak, men Oybek akani taniganim uchun Oybek aka o'z o'quvchilar bilan munosabatni eng yaxshi qiladigan so'zlardan bittasi. Yaxshi, e'tirof qilish kerak bo'lgan joy e'tirof qilinish kerak. Shu munosabatlar haqida ozgina gaplashsak, Oybek aka o'zi qanaqa qurasiz munosabatlarni? Nima ishlar qilasiz? Birinchi kirganingizda nima ishlar qilasiz? O'quvchilar bilan qanaqa gaplashasiz? Nimalarga e'tibor berasiz? Nimalar ustida ishlaysiz? Nimalarga ko'z yumasiz? Nimalarni jiddiyroq qaraysiz? Yaxshi munosabat qurish uchun. Chunki munosabat bo'lmasa, bir o'qituvchi o'rtasida bir aloqalar bo'lmasa, bilamizki, bir fan o'rganish ham qiyin masala o'zi. To'g'ri. Yangi kirdingiz, qanaqa boshlaysiz? Yoki eng qiyin vaziyatlarda. Menda o'zi bitta misol turibdi, siz qilgan misolingiz, uni keyinroq eslataman, bir aytib berarsiz. Hozir o'zi noldan qilganingizda qanaqa boshlaysiz? Bilmasam, har doim har xil. Bitta misol aytuvdingiz, Oybek aka, shuni sal eslamayman. Mana eslamayman. Yo'q, eslataman. O'zingiz menimcha to'liqroq bilsangiz kerak. Bitta ikkita misol keltiruvdingiz-da, bolalar o'qituvchi ham unga o'xshashligini bilish kerak. U uchun bolalar qilayotgan ishlarni o'qituvchi ham qilish kerakmi degan ma'noda edi. Keyin qaysidir kinoni eslatdingiz. O'qituvchi kirib turib bolalar pashshani rogatkada shuni endi esimga tushdi. Undan esimdan chiqib qolsa eslatib yuborarsiz. Kecha 2 kunmi 3 kun oldin endi Reels'da chiqib qoldi.
gruzin ekan, ustoz ekan, u ham pedagog ekan, yosh katta qariya odam intervyu olishyapti. Xuddi podkastga o'xshagan narsa qilyapti. 10 sekund, 20 sekund gapirgan joyini qilib qo'ygan. Agar siz deyapti, kameraga qarab aytyapti, agar siz bolani sevmasangiz, o'qituvchi bo'lmang, iltimos deb aytyapti. Bolani sevmagan odam, endi bolani sevish qanaqa u? U kuchi-muchi qiladigan bolani sevish emas. Hind kinolarida emas. Unaqa yuzda o'sha unaqa ma'nodagi sevish aytmayapti. Bolani, ya'ni o'quvchini o'sha yoshdagi kichkina avlodda Nashrishdan bo'ladi, o'z kuchiga bo'ladi. U ma'nodagi anaqa emas, ma'nodagi sevish yetmayapti. Bolani sevish deganda bolani kelajagiga befarq bo'lmasliging kerak. Ya'ni achinish hissi bo'lish kerak unga. Chunki odam ertaga katta bo'ladi, masalan deylik, jarlikka ketayotgan bo'lsa, bo'pti ketaversin, menga nima, mani bolammi degan anaqa bo'lib qolmasin. Xullas o'sha bolani sevmasang, dars bermagan pedagog bo'lma, mayli boshqa sohada ishlashing mumkin. Mashina ustasi bo'lsang bo'lar. Bolani odam faktori kamroq. Ya'ni odam faktori emas, qalb masalasi boshida. Endi bola bilan tirik odam bilan ishlayapmiz biz. Uni kelajagi haqida ishlayapmiz. Birinchi gap o'sha kirishib ketish, munosabat qurish, u munosabat boshlanguncha bo'ladi-da. Buni institutga kirganda ko'rdim. Endi institut to'g'ri, u ja'ni bolajon odamlar bir nima bo'lmaydi-yu. Bitta-ikkita o'qituvchini ko'rganman. Bizani kelajagimizga befarq bo'lmasdan kuyinardi. Qolgan ba'zi domlalar endi balkim yosh faktori deb kiradi, leksiyani o'qiydi, hammamiz jim o'tiramiz. Jim o'tirishimizdan bittagina maqsad, maqsad nima? Jim o'tirishimizga sabablardan bittasi baho olish. Semestr chiqmasa, отчисление bo'lib ketadi. Tamom. O'shandan qo'rqqan uchun unaqa haqiqiy yana bir ilm olvaraman degan anaqalar kam-ku, bolalar kam-ku. Ular munosabat qurmagan o'qituvchi bilan. Endi munosabat qurmadi degani qanaqa, masalan, nima qilardim? Masalan, birinchi kiraman, eslayman, birinchi xususiy maktabga dars kirganimda nim tabassum bo'lish kerak baribir. Qalbdan kanishdi. Chunki anikini tanishtiruvga rasmga olishdi-ku. Rasmga olishganda o'z nimadandir asabiylashib turdim o'zi. Asabiylashmas, tushkunlik kayfiyati bor edi. Kulib turing dedi ani. Kulolmaysiz-da. Qalbingizda bo'lmasa kulolmaysiz. Majbur kulib rasmga tushib berdim. Ko'rsangiz o'zi shuni bilinadi. Majburlab kulgani, jilmaygani bilan tabiiy jilmayish bo'lish kerak, tabassum bo'lish kerak baribir. Keyin u o'quvchilar baribir kichkina-ku hali. 9-sinf bo'lsa ham kichkina-ku degani hayotiy tajribasi, odamlar bilan qanaqa munosabat qilish hali u darajada bilmaydi-ku. Ularni ba'zi o'sha kamchiliklariga, ya'ni bizning nuqtai nazarimizdagi kamchiliklariga ko'z yuma olishimiz kerak-da. Endi bu yerda chiqmasligi shart emas-ku. Anaqani misol qilib keltiradi shu bittasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu bir anaqa bilan Badaviy bilan bo'lgan munosabatini birinchi keltirgan. Ya'ni ular Masjid-Nabaviyda o'tirishganda bittasi kelib shu devorga bavul qilib yuborishi, qolgan hamma sahobalar "Voy, nima qilyapsan?" deb jahl qilib turganda, "To'xtanglar, tek qo'yinglar" deb keyin chaqirib, yumshoq gapirib, bunday olib qarasa qo'polish qilyapti-ku. O'ta qo'polish qilyapti. Agar o'sha yerda aytyaptiki, borib qolgan sahobalar o'sha yerda chora ko'rib olganida edi, masalan, urib tepkilab tashlashi ham mumkin-da. Yo, urib chiqarib yuborishi ham mumkin. U odam keyin hayotda masjidga kelmaydi. Ketdi, yana ishini qilib ketaveradi. Yo, o'tda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha kishini fe'lidan kelib chiqib muomala qilganlar. Keyin hech bo'lmasa bir iliqlik bilan chiqib ketgan o'sha odam deb. Endi qachondir yo'l tushsa kiradi. Qachondir yo'l tushsa endi kiradigan bo'lgan. Keyin ikkinchisi bor. Bitta o'sha sahobiylardan bittasi, endi baribir payg'ambarimiz ko'rgandek sahobiy bo'ladi-ku, sahobiylardan birligi, ismlarini bilmayman, kelib, "Yo Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Sahobalar, nima deyapsan, urib yuboradigan anaqada kayfiyat bo'lib ketgan yana. "Ya to'xtanglar" deb, yaqinroq kelib, o'tqizganlar qarshilariga, tizzalariga tegib turgan, hattoki deb aytadi. Keyin yotig'i bilan tushuntirganlarki, "Senga shu nima edi? Shu onang bilan shu ish qilinsa ko'narmiding, xolang bilan opang seni yo'q" dedi. "Bo'ldi, sen shu ish qilmoqchisan, o'sha ham kimdir seni opasi va hokazo." Keyin shu duo qilganlar. Shu bilan bu eng yaxshi ko'rgan ishim shu edi, eng yomon ko'rgan ishim shu bo'ldi, zino bo'lib qoldi deb. Ya'ni tushuntirishda ham bunaqa bor-da, nima edi? Roli bor demoqchiman. O'quvchi nimadir sho'xlik qilib qo'ysa, hamma oldida turg'izib olib turib bir nima emas, ko'z yumib to'g'ri qirinda o'tib ketadi, diqqat bo'linadi bolalarda. Hech bo'lmasa alohida olib chiqib turib, chiroyli gapirib, boshqa hech bo'lmasa chiroyli gapirgani uchun sizni qalbingizga oshno bo'lib qoladi. Keyingi safar hech bo'lmasa o'sha ishini tasholmasa ham, uyalganidan ham siz oldingizda sal qimtinib turadi-da. O'sha bir qanaqadir rishta bog'lanadi-da. O'sha munosabat bog'lanishi keyingi safar o'sha bir kelib dardini aytishni boshlaydi sizga. Siltavormaslik kerak ekan. Endi haligi gaplarni jamlasam, o'quvchiga siltavor muomala qilmaslik kerak. Odam u ham, sho'xmi, boshqami, u odam birinchi o'rinda. U ham Allohning bandasi. Bir individ-ku.
Endi uning uchun niyat boshidan xolis bo'lishi kerak baribir. O'zini ko'proq shu siltavoradiganlar, bu ko'p gaplashganmiz ana oldin podkastlarni aytgan adashmasam, o'zini yoshligini esidan chiqarib qo'yganlar bo'ladi-da o'zi. Bunda odam o'zi samimiy bo'lsa, o'zini yoshligini eslasa, biz ham deyarli shunaqa bo'lganmiz-da. Adam aytib beradi, men esimda yo'q ekan, aytmagan ekanlar menga. Mana shu adam ishlab yurgan paytlarida maktabimda telefon bo'lgan ekan, bitta ustozim, men bilmadim kimligini. Keyin shu mohiradatmisiz? Ha, desa, shu aytib qo'ying iltimos ustimdan kulurmasin deb meni ustimdan shikoyat qilgan ekanda. Ya'ni eslasam hozir uyalaman bitta tomonlama. Lekin o'zimiz ham shu jarayonni o'tganmiz-da. Shuning uchun ham bolani siltab tashlaganda shu narsani eslab turishimiz kerak menimcha. Endi bunga anaqa hamda hammani qarash har xil. Bu endi shaxsiy qarash deyapman-ku. Kimdir teskari qaraydi, yo'q, darsdami bolalar hammasi stroysiz o'tirish kerak, chiroyli o'tirish kerak. Bu ham bir qarash. Prosta niyatni deb o'ylayman. Keyin ikkinchi haliga aytmoqchi bo'lganim, Qur'onda menimcha oyat ham bor shunaqa. Faqat islomiy ma'no, ma'nosini eslayman. Agar biz, ya'ni Alloh taolo o'zining nomidan aytayapti, agar biz sizni shu qalbingizni yumshoq qilib qo'ymaganimizda atrofingizdagilar qochib ketardi degan ma'noda aytganda. Xuddan keyingi. Ha, foto voqeasiga kamonchilardan keyin kechirganlar. Shu oyat bor edi. Endi uni baribir eslash kerak edi. Shuning uchun xolis bo'lish kerak edi. Xolismi so'zni topmaman. Niyat xullas chiroyli qilib olish kerak darsga kirishdan oldin. Umuman sohaga kirishdan oldin hamda. Bu sohaga kirishdan oldin ham dars berishda ham. Endi dars berish qiyin hamda. Qiyin. Boyagani nim tabassum dedingiz-ku, yaxshi narsa eshitib qoldim. Ya'ni o'qituvchiga kayfiyati bo'lmasa ham dars kirgan paytida o'zi sun'iy ravishda bo'lsa ham nim tabassum qilib tursa agar ozgina vaqtdan keyin kayfiyat ko'tarilishi ehtimoli bor ekan. Ya'ni nim tabassum sun'iy ravishdan ko'tarsa bo'lar ekan. Uning uchun o'zini majburlab ham tabassum qilsa kayfiyat kelishi ehtimoli bor ekan. Endi munosabat qurish shu, keyin bir xilda mana hamma bilan bo'lgan. U koridorda ketyapsiz, o'quvchi to'xtatadi. Ustoz deydi, gap boshlaydi. Umuman sizga taalluqli bo'lmagan, sizni faningizga ham taalluqli bo'lmagan. Prosta ozgina yaxshi ko'rib qoldi sizni yoki sizni siltab yormasligingizni bilyapti, vaqt ajratishingizni bilyapti. Nimalarni gapiradi? Anaqa bor edi, o'sha Azim akalar ishlayotgan kollektivimizda yana bittasi bor edi. Ro'shan aka bor edi, Sirdaryoda, Gulistonda, u ham mashhur odamlardan. Между прочим, olib kelishni tavsiya qilaman shu odamni bir podkastga. Ro'shan aka aytardi, "Oybek, sen kim bilandir gaplashishni xohlamaysan-ku, bo'ladi-ku" deydi. Ha, shunaqa deydi. Anaqa qilma, ketib qolmagan yonidan. Bir rol o'ynab ber bo'ldi. Qanaqa rol desa, gapiryaptimi, shunaqami deb qo'ysang, javob aytib ketar. Rostdanmi? Men boshqacha o'ylayotganman deb qo'ysang, bo'ldi, xursand shu gapingga. Gapiraveradi u. Sen boshqa narsani hayolingda o'ylayverasan. Lekin uzr, men eshitgim kelmayapti hozir, vaqtim yo'q, men ketay hozir, keyin gaplashamiz deb ketmagan. Ya'ni umuman o'quvchi unaqa narsa bo'lmagan, bu qalbimda o'quvchiga o'zi yoqmayapti-yu, majburan eshitdim degan narsa bo'lmagan. Umuman bir dasturul amal sifatida deb, darsdan tashqari paytda ushab gapirsa, uyga shoshyapti odam. Shoshib turibsiz-da, va hali ketishiga 15 minut bor. Ustoz bitta gapim bor desa, turib eshitgin shuni. Ko'ziga qarab. Hech bo'lmasa odam-ku u ham. O'zini eshitilishini xohlaydi-ku. Aynan siz eshitishingizni xohlayapti o'sha. Shu yerda bitta texnika bor-da, gapimni qo'ydim. Shu yerda zo'r texnika bor-da. Shoshib turibsiz juda ham. O'quvchi bitta gapim bor deb keldi oldingizga, lekin taksi kutib turibdi, aytaylik, shartli ravishda mamlaqa chiqib ketsa bo'lar ekan. Ya'ni o gapini eshitib, keyin bu juda chuqur masala ekan bu. Buni yaxshilab o'ylab turib javob berish kerak ekan deb vaziyatga chiqib ketishingiz mumkin ekan o'zi. Ustozlar o'rgatdi bizga. Shunaqa vaziyatda ham hattoki, ya'ni masalan juda jiddiy ekan deb yondashsa bo'ladi. Rostdan jiddiy bo'lish kerak, lekin uchun. Endi o'ylab ko'rishlik ekan deb. O'zi mana o'quvchilar darsdan tashqari kelib so'rashi yoki vaqtimizni olishi, biz ham o'zi nimani xohlaymiz? Bizni ham yaxshi ko'rilish, insonda yaxshi ko'rilishga nisbatan xohish bor-ku. Ya'ni o'quvchilar yaxshi ko'rsin, sevimli deb bilsin. Yoki darsimizda jim o'tirsin, qolgan darslarda qilmasa ham biznikini qilib kelsin, mayli hammanikini qilib kelsin. Deb o'ylaymiz-ku, ya'ni qo'shimcha narsa xohlaymiz o'quvchilardan. Ya'ni o'zi odatiy bolalar oladigan bo'lsak, 100% dars keladigan kam, lekin biz hammasi qilib kelishini xohlaymizmi? Biz ham ko'proq narsa xohlaymiz o'z ulardan, noq qaraganda. Endi ularni ham bizdan ko'proq narsa xohlashga haqqi bor-da. Hech qachon bo'lmaydi-ku. Adolatsizlik bo'lmaydi o'zi. Ya'ni siz kam mehr berib turib, ko'p ulardan mehr ola olmaysiz yoki kam e'tibor berib turib, yana ko'p e'tibor ola olmaysiz. Parallel baribir. Ko'p berasiz, ko'p olasiz. Ko'p eshitasiz, ko'p gapirishadi. Shunaqa, ya'ni bir xil baribir. Olmasak, bermasak to'g'rirog'i ola olmaymiz-da.
shu joyga baribir e'tibor berishimiz kerak. Bitta misol aytib bersa-da Oybek aka. Ha. Oybek aka bitta qiziq misol bor edi. Siz qilgan ish Meritdagi o'quvchilarimiz bilan, yuqori sinf o'quvchilarimiz bilan eslasangiz, shuni bir aniq bersangiz. Ha, bir o'quvchi bor edi, fizika darsi edi. Endi tabiiyki fizika 2-darajali bo'luvchi, balki 5-darajalidir, 2-darajalidir. Va endi baribir anaqa-ku, tim bo'la qo'rqmaydiman-da. Ya'ni qo'rqmaydi deganim uchun qo'rqishga harakat qilmaganman unaqa. Boricha-da. Maqsadingiz bo'lmagan, qo'rqitish bo'lmagan. Endi darsda bar shovqin bo'lgan, qiziqish kamroq bo'lgan. Masalan, 3-4 ta odam eshitsa, yana 2-3tasi eshitmasligi mumkin. Ozgina o'sha sho'xlik qilib qo'ygan darsda ovozini baland qilib gapirgan, "Hoy, darsga xalal beryapsa." Bir marta bo'lgan, yana bir marta, keyin jahli chiqib ketgan, o'zi toshib ketgan. Ustoz muncha bang gapiraverasliganda. Endi faqat men unga gapirmayapman, o'zi rostdan faqat dars u bola buzyapti. Boshqa qilmayapti-ku, gapiraverasligan. Shunda u ham arazlab nima men gapiraverasiz degan ma'noda aytmagan, o'sha ro'za ohangida gapirgan. O'sha sizga ham tegishni boshlaydi. Sekin to'ningizni yechasiz, jahlingiz chiqsa. Yur bu yoqqa chiqib gaplashamiz deb. Endi hamon oldida Fayz aka aytdi, hamon oldida gaplashmayman o'quvchilar bilan. Birinchi marta shu anaqa deb ko'rsatma berganda, gaplashish kerak bo'lsa alohida chiqib gaplashishdi buni. Hech bo'lmasa dars tugaguncha sabr qilib, keyin darsdan keyin qolib gaplashing. Hamon oldida gapirsangiz, baribir o'quvchi bilan talashish noto'g'ri narsa. Chunki u yosh, siz kattasiz, baribir siz yutqizasiz oxirida. Keyin shu esga tushganda, keyin dars oxiriga sabr qila olmadim. Tiqilib qoldi-da. Tomog'imga yurib chiqib gaplashamiz deb. Chiqib shu koridorga chiqib noto'g'ri qilganini, uni buni tushuntirib, baribir tushunmadi. Qo'lingizdan kelganini qiling ustoz dedimi? Shunga o'xshash bir gap aytdi. Ha, bo'pti. Keyin o'sha dars vaqti tugadi. Men ham tushkunlikka tushib qoldim, nimaga bunaqa bo'ldi. Endi rostdan ham tushkunlikka tushaman. Endi qo'limdan kelmadi. Xullas u bolaga gapimni o'tkazish yoki uni aybdorligini o'ziga e'tirof qildirtish qo'limdan kelmadi. Keyin nima bo'ldi? Katta tanaffus bo'ldi. Futbol o'ynashyotdi. Mustafa bir minutga mumkin qarab bordim. O'sha mag'lub ohangda gapiryapman. Keyin Mustafa aytdi, "Sen bir minutga qarab bor." Baxtga emasdi. Keldi. Nima gap ustoz? Shu esdan chiqdi menimcha. Chunki esdan tez nima gap ustoz deb keldi-da. Normal ohangda. 5 minut, 10 minut vaqtim bor, bir joyga borib kelamiz. Ha, mayli, yuring dedi. Magazinga chiqdi. Keyin suv oldik, suv ichdik. Keyin men uzr so'radim. Mana shunaqa qilib qo'ydim sendan. Menimcha noto'g'ri ketib qoldi-yu, o'zim tushkunlikka tushib qoldim. Mendan o'tgan bo'lsa uzr ham. Chunki o'zim ham ikkilanib qoldim-da. Men nimanidir noto'g'ri qildimki yoki noto'g'ri bir gap tanladimmi? Unga jahli chiqadigan darajada-da. Keyin ya ustoz uzr, ma'zur so'rayman bu dedi. Keyin bo'ldi, yaxshi yarashib oldik, ketdik. Keyin o'zim ham sal xotirjam bo'ldim. Tezkor taktika qo'llagan ekansiz. Lekin taktika qo'llash maqsadida qilmadim. Intuitsiya. O'zim tushkunlikka tushib qoldim. Men noto'g'ri qilib qo'ydim shekilli, chunki baribir bolaga emas, men bitta odamga ko'pchilikning orasida tanbeh bersa, boshqa qilsa, nafsoniyatiga botishi mumkin-ku. Men nimadir noto'g'ri qilib qo'ydimmi yoki mimikam noto'g'ri ketib qoldimi yoki hech bunaqa muomala ko'rmagan birinchi marta mendan ko'rayotgani uchun og'ir botib qoldimi unga deb o'ylab, keyin yur chiqib gaplashib ketdik dedim-da. O'zimcha mana shunaqa chiqib shu taktikani men ongli ravishda qilar ekanman-da. To'g'ri, mendan o'tdi. Uzr desam, keyin bolalarning vijdoni uyg'onib ketib, "Yo, ustoz, mendan o'tdi" derdi. Bir safar o'xshamaganda shu. Bu kechirilgan. Ayb menda desa keyin haqiqatan sizda degan yondashuv bilan kelganda, ba'zi bolalar bo'lmas ekan haqiqatan. Shunaqa, orqaga chekin urish kerak. Bu qaysi ma'noda orqaga chekin urish kerak? O'chakishmaslik kerak demoqchiman-da. O'zini yutqizib bergandek ko'rsatish kerak. O'zani munosabatlarda muzokara o'tkazayotganda deydi, yoki talashayotganda bir odam bilan deydi. Muzokarani yutishi bitta sharti deydi. Har doim kichik muzokaralar bilan, kattaroq muzokaralarni yutmoqchimisan deydi. Ya'ni kattaroq joylar yutmoqchimisan, kichik joylar yutqizib berish kerak deydi. Ya'ni biz umumiy katta maqsadimiz shu bolani fanni o'qitish, aytaylik bir yaxshiroq odamga aylantirish, bir tarbiya qilish bo'lsa, ba'zi joylarda, kichik joylarda balki shu kichik joylarda mayli, mana shu odam bilan hozir urushishimga arziydimi yoki shu bolani ko'rib qolishga arziydimi yoki bir do'stingiz bilan talashasiz, shu joyda haq bo'lishi muhimmi? Endi men g'ir teskari xarakterli bo'lganman-da. Haq bo'lishi muhim degan tushuncha bo'lgan, o'shaning uchun menga qattiqroq tekkan, eslab qolganman hardan. Shu joyda yutishing muhimmi yoki shu do'stingni saqlab qolishing muhimmi? Yoki shu joyda yutishing muhimmi? Yoki o'quvchining mehrini saqlab qolishing muhimmi? Yoki ota-onanikini saqlab qolishing muhimmi degan fikr bo'lishi kerak. Taroziga solish kerak, qaysi biri muhimroq? Ba'zi joylarda bo'ladi, muzokarani tortishuv yutasan, lekin insonni yo'qotasan deydi. Ya'ni biz ham qarashimiz kerak. Inson muhimroqmi yoki yutishmi? Yutish muhim bo'lsa, agar rostdan bir xil joylarda muhim bo'ladi, u joyda endi xafa bo'lsa ham aytiladi. Bir xil joylarda inson muhimroq bo'ladi, yutqizib beriladi ba'zan. Demak, alohida o'ziga yutqizib bergan yaxshiroq menimcha. Sinf oldida emas, alohida emas, sizning holatingizga o'xshab.
darsdan keyin chaqirib oldi. Darsdan keyin menimcha yutqizish kamroq bo'ladi shunda. Endi ba'zi joylarda yutish ham kerak lekin bu joyiga qarab. Shu munosabat bo'yicha ham bitta savol beraylik. Munosabat emas, shunga doir. O'zi eng ko'p ustozlar Mohiram, men ham kanal yurg'izamiz. Ustozlar ko'pincha so'rashadi. Ustozlar eng ko'p qiynalgan narsalardan bittasi bu shovqinli sinfni tinchlantirish yoki boshqarish deylik. O'zi men oxirgi vaqtda bitta narsa aytyapman, shovqinli sinfni tinchlantirish emas, shovqinni boshqarish degan narsa ancha to'g'riroq. Bundan o'g'irladim o'zi Xayrul akadan, Daron akam. Shu futboldan Real Madridda aytishadi, o'zi men fanat emasman. Xaos yaratadi, xaosni boshqaradi deydi-yu. Ya'ni xaosni boshqarib bo'lmaydi, xaos yaratib oladi. Hamma uni tinchlantirish kerak qilsa, shuni ichida yutib ketib qoladi deydi. Ya'ni shovqinni ham boshqarish kerak ekan degan fikr kelishni boshlagan oxirgi vaqtda. Shunaqa shovqinli sinflarni yoki tinchlantirish kerak bo'lsa qanaqa tinchlantirasiz, boshqarish kerak bo'lsa qanaqa boshqarasiz, umuman shu bilan qanaqa ishlasa bo'ladi o'zi Oybek aka. Qanaqa bor edi shu Ro'shan aka degan akani anaqasi bor edi, stili bor edi. Choyxonada o'tirganimizda etudi shuni men o'zimga to'g'ri biqinimga turtibdi, yonida olib o'tirardi-ku. Chunki tarbiyalardi-da mana Ro'shan aka. Hozir keyin sezganman-da, tarbiyalashayotganini keyin sezganman o'shanda. Hamma g'alag'ovur-ku. Qarab turib, hozir deydi, mashinani gapini boshqa yoqqa buramiz derdi. Sen o'rgataman, yaxshilab bilib olgan dedi. Men endi bekorga aytmagan ekan, balki u hazillashayotgandir, lekin anaqada qo'l keladi-da, ishda boshqada. Любой bitta gap qo'yilib turib, faqat ozgina ohang bersa bu. Kartoshka narxi oshib ketibdimi? O'shani haligi xaos bor-da, tartibsiz xaos tartiblikka. Hamma kartoshka haqida gapirish boshlaydi boshqa. Endi обязательно kartoshka bo'lish shart emas-ku. Bugungi kundagi masalan tendensiyadan kelib chiqib, kecha mana bunaqa masalan chang bo'lib ketibdi-ya. Kaklarman dars boshlaganimiz changga to'g'ri kelgani uchun chang haqida gapirildi, boshqa qilindi. Shahar changi. Hamma chang haqida gapirish bo'lgan yo'naltirib yuboriladi-da kuchi. Bolalarni undan faqat bolalarni o'zi xohlagan joyda ham shu narsani qo'llasa bo'ladi-yu. Masalan, o'quvchilar ham o'zi ham biladi, bekorchi gap gaplashayotgan. Qaytaga o'sha foydaliroq bir gapga o'tib, keyin o'sha hammani fokusi bitta anaqaga qaratilgandan keyin, changga qaratilgandan keyin, changga qaratilgan общий fokusi o'tkazgich qarshiligiga burish osonroq bo'ladi. Lekin u shovqin qilayotgandan ko'pda og'rin urmaslik kerak. Yo'qotchi masalan tushkunlikka tushib qoladi. Bola-ku u. Endi bizda yozding-ku bir. Nima edi? O'qituvchi har kuni oz-ozdan ularga ko'ngilsizligi, immunitet hosil qilish kerak. O'zi nima o'zi shovqin bu o'zi norma o'zi, endi normasi bo'ladi o'zi, mana shovqin bo'ladi baribir. Hammada bo'ladi, hamma sinfida bo'ladi. Ba'zilarini diktatorlik qilib balki qattiq usha olishi mumkin va bittasi sezganman men o'sha eski tizim paytida ishlagan o'qituvchilar, rahbarlar ular bu shovqinni itoatsizlik ramzi deb biladi va keyin shunga qarab turib o'qituvchiga ham baho beradi. Ya'ni sani sinfingda bolalar ovoz chiqaryapti, demak sen yaxshi o'qituvchi emassan. Ya'ni bizni o'sha ba'zi ta'lim tushunmagan rahbariyat uchun bu shovqin bu o'sha indikator bo'lib qolgan. Va ba'zi holatlar to'g'ri, sinf eplolmay qolish shovqin qilish mumkin, lekin masalan qiziqtirib o'taman siz, bolalarga bir nimalar berib o'taman siz, ozgina ba'zi shovqin bo'ladi. Maqsadli shovqin deyiladi baribir. Indikator deganingiz esimga tushib qoldi. Boshqa bitta maktab edi, uni eshitgan edim uni. Uni ham o'sha Fayz opadan eshitdim. Bu maktabda g'alati ekan edi. Fayz opani ham chaqiramizmi? Qilishga chaqiring. Azimjon aka, Sodiq Skulda, Fayz opa. Fayz opa. Nima edi? Dilshod aka. Ravshan aka. Dilshod aka uchun alohida bir son qilsangiz. Qanaqa qilib bolalarga sabr qilishni o'rgatadi. Nima edi o'sha Fayz opa aytdilar. Bitta maktab aytdilar nomini. Bu maktab g'alati ekan dedilar-da. Nimaga men biz bu yoqda meriyatda ishladik-ku birga. Hamma sinflarni bilasiz qanaqaligini? Bilamiz. O'tdi, o'quvchi darsda rostmana qo'llarni mana shunaqa o'tirmasa, qaddini tik turib o'tirmasa, kamerada endi kuzatadi-ku. Salbiy baho berilar ekan va o'qituvchi adashib o'tirib qolsa ham bo'ldi, o'tirib dars o'tyapti deylar ekanda, salbiy baho berib olar ekan. U bilim olishi emasmi birinchi o'rinda deb. Ya'ni anaqalar har xil ekan. Nima deydi? Standartlar boshqacha. Standartlar. O'zi mana bunaqa narsa bor-da, reklama chiqamiz shu joyga. Mana Mohir bilan kurs o'qitamizda, zamonaviy pedagogika degan. Keyin shu kursdan keyin o'qituvchilar endi dars qiziqarliroq o'tish kerak. Endi qiziqarli qanaqa bo'ladi? Tinch qiziqarli narsa ko'rganmisiz Shoyib aka? Tinch qiziqarli narsa yo'q-da. Qiziqarli narsaning ichida shovqin bo'ladi, baqir-chaqir, ozgina ham fikrini aytgan, xatolar bo'ladi. Xatolar bo'ladi. Shunaqa joy bo'ladi. Ko'pincha ustozlar aytadiki, qiziq o't o'tdik. Zavodga olib, nimaga sen dars o'tgansan? Senda shovqin yotibdi xona deb turib, tanbeh beradi. Ya'ni o'zi bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, biz ko'pincha natijadan ko'ra anuga jarayonga ko'p e'tibor qaratib qolamiz. Ya'ni jarayon nima deb o'ylashadi? Tinch o'tirsa ilm oladi deb o'ylashadi-da.
Ya'ni maqsad o'zi ilm olishmi yoki tinch o'tirishmi? Yo'q, maqsad ilm olish. Bo'ldi, nima farqi bor qanaqa ilm oldi? Shovqinli sinfda ilm oldimi, jim o'tiradigan sinfda ilm oldimi, yuguradigan sinfda ilm oldimi, sinfxonadami, tashqaridami, To'g'ri. maktab tomidan farqi yo'q-da, ya'ni umumiy maqsadga erishilsa bo'ldi. Faqat shu bola nima deydi, haddan oshib ketmagan holda shovqinli sinf bo'lsa, menda ham Fayzibani, ya'ni Fayzibani sinflari bo'lar ekan, xondan beri. Eng mazza qilib dars o'tgan sinfim, menimcha hozirgacha bo'lgan sinflar shu sinf edi. 24 ta o'g'il bola, hammasi sho'x. Lekin shunaqangi debatlar, shunaqangi darslar bo'lardiki, Fazlin aka hattoki xususiy maktabda kelib eshigim tegdimi qarab turardilar. Rostdan muhabbat bormi bu sinfda, yo'qmi? Lekin shunaqa mazza qilib o'tardik shu sinf bilan, chunki baqir chaqir bo'lar, tortishuvlar, nimaga desa hamma fikr bildirardi yo'lda. Hech kim bir qiyshayib chetga o'tirmasdi-da. Buni sababini o'ylab ko'rganman, keyin topganman buni tarixdan. Nimaga mana shu indikatorlar noto'g'ri degan narsani? Chunki ta'lim birinchi o'sha Rossiyada chiqqandan keyin hamma mamlakatlar o'ziga olgan va o'zini propagandasi singdirgan baribir. Bu joylar kesilsa kerak baribir. Va aynan Stalinning kommunizm propagandasi nima bo'lgan? Ya'ni itoatgo'y kadrlarni tayyorlash bo'lgan. Ya'ni rahbariyatga, avtoritetga bo'ysunadigan itoatgo'y kadrlarni tayyorlash maqsadi bo'lgan va bu narsa 91-yilgacha baribir bizda 90-yilgacha bizda qolgan bu ta'lim standarti va o'sha standartda o'qigan ustozlar, o'sha standartda bo'lgan ustozlar hozir ko'p o'sha mansabdorlar, rahbarlar bo'lib ishlashyapti va shu standart qolib ketgan deb o'ylayman. Shovqinli sinf degan boshlang'ich sinflarda ham shunaqa metodikalar borki, o'yin o'ynatadiku, har xil bir nima o'yinlarni o'ynatib boshqa qiladi. Bolalarning shovqinini, energiyasini bu foydali tarafga yo'naltirishdi. Hech bo'lmasa bekorga ketkazmaslikda. O'yin, u xayolida o'yin o'ynayapti, rol o'ynayapti. Lekin shu yerda ham bitta foydali ma'lumot aytib ketaylik. Shunaqa o'ta ham shovqin bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha bir nima mashg'ulot o'tkazishdan oldin qoida tuzib olish maslahat qilinadi. Ya'ni hozir debat qilamiz sizlar bilan va yana zo'r maslahat bor. Qo'shimcha ball berib turib, shunday jazo olasan emas. Qo'shimcha ball berib, mana hammanglarda 3 balldan plyus bor. Bu jim o'tirganingiz uchun. Hozir endi debatni boshlaymiz. Kim shovqin qilsa, shu 3 balldan 1 balldan ayrishib boshlayman desa, mana shu effektivniroq bo'ladi. Shunda shovqin deb o'ylayman. Lekin olayotgan ballaridan kesiladi desa, bitta bola gapirsa, 4 tasi o'zi o'tkazib qo'yadi. Endi olayotgan ballidan kessang, ozgina bo'lib qoladi. Qattiq jazoga o'tib qolishi mumkin. Berib olsang zo'r. Shunda jim o'tiradi. Shovqinni boshqarish osonroq bo'ladi. Oldindan chegarasini chiqishi mumkin bo'lgan chegarani belgilab berasiz. Men bir xilda debat bo'ladi-ku, o'zi bu nafaqat kattalarda, bolalarda ham yo'q. Men sinfda debat qilib turamiz. Katta sinflar bilan debat qilganimizda bolalar, ustoz, baqir chaqir bo'lib ketib qoldi. Hamma o'zining fikrini gapirib tashyapti. Bitta odam gapirmayapti deb qolishadi. Men hazillashayman. Urushinglar bir-biringlar bilan deyman. Otinglar stullarni, qog'ozdan otinglar. Ozgina bu debat bo'lsin, bir ozgina bir-biringlarga yomon qaringlar. Ya'ni ana tekis turib olib birga bir assalomu alaykum. Emotsiyasiz, ham tekis. Men o'ylashimcha emasda, yo'q bolalar gapiringlar degan. Ko'chada qanaqa tortishasizlar? Tortishinglar. Kelibsan ozgina qog'ozdan narsalar yasab olib, otinglar bir-biringlarga kim yoqmayapti o'zinglarga. Shu vaziyatdan foydalanib deyman. Yana ozgina hazillashib, ya'ni bo'lish kerak. Buni bolalarga ham o'zi ko'rsatish kerak. Tortishuv norma. Bizda endi tortishuvlar deyarli bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa boy esimga kelib qoldi shu narsa. Ya'ni darsni kreativ qilaman desangiz, yangilik qo'shaman desangiz, baribir qurbon bo'ladi baribir. Qaysi darsiz men 80-20 deb hisoblayman. Qaysi darsi o'xshamaydi baribir. To'g'rimi? Ya'ni 100% o'xshaydi. O'xshamaydi. U yemay qoladigan darslar bo'ladi, umuman o'xshamagan darslar bo'ladi. Bu narsaga baribir immunitet bo'lishi kerak ustozlar. Ya'ni hozir yangilik qilib ko'raman, o'xshamaydi degan. Xuddi aniga o'xshaydi bu ham. Amerikadagi startaplarga pul tikiladi-ku. Startapga pul tikiladi. Shu 10 ta startap qilinadi, hammasi tikiladi. 9 tasi o'xshaydi, lekin o'xshamaydi. Bitta o'xshagani yengib ketadi, hammasini qilib ketadi. Shunga o'xshab turib, ya'ni dars payti nimadir yangilik qilaman, bolani o'zini mehnat qildiraman, dars kreativ bo'ladi degan, baribir qurbon berish kerak bu yerda. Deb o'ylayman, bu usiz iloji yo'q. O'xshamagan taqdirda ham noodatiy bo'ladi-da. Men bu ustozga noodatiy. Hech bo'lmasa o'xshamagan noodatiy-da. Anunga Nasim Talib kitobi bor-ku, Antimort degan kitobi bor. Shunda aytadi, ya'ni antimort bo'lish uchun ya'ni xatolar kerak, prob ошибок deydi. Ya'ni xato va tajribali kerak. Shundagina ustoz tajribali bo'ladi. Ya'ni boya aytganingizdek siz analogiyalaringiz, qaysi analogiyangiz o'xshamagan misol uchun. To'g'ri. Qaysidir o'xshamagan, keyingi safar lekin o'xshatib boshlatib o'rganasiz buni. Men shunaqa evolyutsion o'tish tarafdoriman va o'zim amaliy tarzda bemalol ayta olaman. Yangiliklar qilib ko'raman, o'xshamaydi, yemaydi, keyin boshqa sinfga qilib ko'raman, mana shunaqa aylantirib yuraman. O'tgan yil o'xshagan narsalarni olib, keyin bu yilga keyin olib o'taman. Yillar sayin ko'payib boradi. Yillar sayin ko'payib boradi va xatolar kamayib boradi. Lekin bugungi
hozirgi kundagi o'qituvchilarga qiyinroq deb o'ylayman. Nimaga? Bu savoldan tashqari bo'lishi Yo'q, hozir kallam kelib qoldi просто. O'sha analogiya o'xshatish ham, boshqa ham hozir axborot ta'siri bo'lgani uchun, tendensiyalar tez o'zgargani uchun bolalarni anaqasi ko'pda. Axborot deganda biz nimani nazarda tutamiz? ChatGPT chiqdi, Google chiqdi yoki YouTube chiqdi deymiz-ku. Men o'zim masalan ChatGPT ishlataman, Google ko'p ishlataman, YouTube ko'p ishlataman, ayniqsa tarixga tayyorlanayotganda. Kimta narsani bildim, Oybek aka. Bolalarda informatsiya ko'p, lekin bolalarda kerak emas informatsiya ko'p ekan. Ya'ni informatsion mana ChatGPT ham qachon sizga yoki Google yoki YouTube qachon sizga noyob kontentlarni chiqaradi, qachon ularga to'g'ri savol bera olsangiz chiqarar ekan. Bolada unaqa savol berish ko'nikmasi yo'q. Ya'ni siz o'qituvchi sifatida tayyorlanadigan bilimingiz hali ham unik. Ya'ni unikalniy turgan ekan. Men bir xil narsani olgunimgacha yarim soat, 1 soat tinmasdan savol beraman, oxirida chiqarib keladi-da. Hech chiqarib bermaydi. Keyin shu oxirgi vaqtlarda darsga tayyorgarlik ko'rishganda o'zim uchun bildim, yo'q bolalar emas. Ya'ni bunaqa ma'lumotlar ko'p, lekin ma'lumot ko'p bo'lgani uchun nima deydi, kerak ma'lumot ham ko'p, bolalar o'sha tarafga ko'p yopishadi. TikTok, Instagram juda kam qismi ozgina biladi, lekin biz ularga beradigan qismimizni juda kamchiligi biladi. Sizni fikringiz nima edi shunda? Ya'ni axborot aslida analogiya berish qiyin degan fikr ko'tardingiz. Shunaqa fikr ko'tardingizmi? Qaysi ma'noda aytdim? Voqea hodisalar hozir tez tarqalib ketadi-ku, men va aynan ilmiy ma'noda aytmadim. Masalan, fizika bo'yicha aytmadim-ku. Voqea hodisalar tez tarqalib ketadi. Eshitdingizmi ustoz, mana bunaqa bo'pti-ya deydi. Shunaqa narsalardan ham qisman tezroq xabardor bo'lish kerak. Yetib olish qiyin. Oldin bir haftada bir marta gazeta chiqqan bo'lsa, hozir unaqa emas-da, hozir kunlik o'zgaradi-ku. Ba'zi yangiliklarni siz bilmay qolishingizni ko'ra biladi. Ularning oldida bilmadim, men ko'rmadim bu narsani deyish ozgina g'alati bo'ladi. Endi to'g'ri, ular ko'rgan hamma narsani ko'rishingiz ham shart emas-ku, lekin olamshumul bo'lgan narsalardan baribir xabardor bo'lishingiz kerak. Xuddi yetib olish qiyinroq aytganingizdek. PUBG'ni ham o'rganish kerak bo'lsa degan fikr berilardi-yu, uni o'rgangunimizgacha boshqa o'yinga o'tib ketyapti-da hozir. Yetib olish qiyin bo'ldi. To'g'ri ekan gapingiz. Ba'zi mana shu joyda bitta narsa o'ylab oldim hozir. Bir kun bolalardan bo'sh vaqtda nima qilasizlar deb aniq chiqdim, so'rab chiqdim. Ba'zan shu qiynalib ketsam darslarda o'qita olmasam, ma'lumot, ya'ni bir narsani ta'sir o'tkazish uchun u haqida ma'lumot bo'lishi kerak-ku. Ma'lumot yig'aman bolalardan. Nima qilasizlar, nima o'ynaysizlar, nima o'qiysizlar deb so'rashni boshlayman. Bir kun so'radim. Bilmayman endi, aniq soni esimda yo'q-ku. Kamida 6 ta bo'lsa 10 tachalar o'yinni aytishdi. Bir 10 tacha o'quvchidan so'radim bo'lmasa. Keyin shu o'yinlarni o'ynamoqchi bo'ldim. Bunchalik ko'pligini ko'rib, qaysi birini o'ynasam ekan deb o'ylab qoldim-da keyin. Rostdan siz aytganingizdek, avvalgi bolalarda mana analog bo'lish uchun bolaga tushunarli narsa bo'lishi kerak-ku. Avvalgi bolalarda faqat ma'lumotlarni gazetadan olish mumkin yoki qishlog'idan chiqmagan ko'pchilik. Siz ma'lumotlarni qishlog'idan beraverasiz. Endi ularni ana shu dunyoqarashi aytaylik, global bo'lib ketib qolgan bo'lsa, butun jahonga kelib ketib qolgan bo'lsa, siz kimdir Nigeriya haqida o'rgangan yoki kimdir aytaylik boshqa joy haqida, Amerika haqida o'rgangan, siz o'sha joylarni topib, ularga analogni o'sha joylardan berishingiz kerak. Shu joydan qiynagan, ya'ni o'yinlar mohir etganda juda ham ko'p, ana TikTok balobatlarlar juda ham ko'p. Har birini ko'rishga bizda vaqt yo'q. Shu joyi rostdan qiyin ekan. Trendga yetib olish qiyin, lekin chorasi bor. Buni umumiy analogiyalar bo'ladi. Misol uchun bolalarga futbol. Shunaqa. Bola tushunmaydigan bola, o'ynamaydigan bola ham hakam nimaligini biladi, boshqa. Sizlar biladi. Qizlarga serial bo'ladi, qanadir bir. Qizlarga serial bo'lishi mumkin. Ko'proq K-pop bo'lishi mumkin. Koreyscha qo'shiqlar bo'lishi mumkin. Shunaqa umumiy bitta analogiya tutib olsa bo'ladi yoki oxirgi paytlarda qo'llayapman, men ko'proq masalan analogiya degani faqat o'xshatish ma'nosida emas, zamonga uchish ma'nosida. Masalan deylik, Saljuqiy imperator Alparslan shunda qo'liga telefon olganda, shunda Rim Bizant imperatori shunda telefon o'qigan kabi so'zlar ishlatyapman. Bu narsa ham analogiya, qaysi analogiya tushadi? Ham prikol analogiya. Men boyaga yuqoridagi fikrlar xulosa qilsak, trendga yetib olish qiyin va menimcha vaqt isrofi ham bo'ladi, menimcha. Chunki o'tgan yillarni ustoz importni bo'mishi ko'rdingizmi degan gaplar ko'p bo'lardi va trendga yetib olish qiyin, lekin umumiy trendlarni ushlasa bo'ladi. Olim, sizda shunaqa holat bo'lganmi? Ya'ni o'qituvchiligingizda aynan bir o'sish nuqtasi, nimadir holat bo'lganmi? Siz karyerangizni juda ham katta natijalarga erishib ketgansiz. Endi men natijalarga erishishim unaqani birdaniga bir o'sish yoki birdaniga bir o'zgarishlar bo'lmagan. Balkim sekin-sekin matematik tilda aytganda chiziqli ravishda sekin o'sgan bo'lishi mumkin. Tajriba va hokazolar.
endi o'qituvchilikda karyera mani hayotimda karyera degan narsa bo'lmagan. Men qiziqmayman karyera degan narsaga. Chunki o'qituvchi dars berishdan boshqa ishi yo'q-da o'zi. Kim ham bo'lishi mumkin. Aytadigan o'qituvchini joyi kimga ham kerak deydik. Hojiboy. Ha, Hojiboy dedik. 15 yildan beri ishlayapsiz. Necha 50 yil bir joyda ishladim. Kimga ham kerak uni joyi, hech kimga kerak emas. Unaqa ma'noda emas-ku. U meni o'zimni qarashlarimda bo'lgan skachoklar deydi-ku. Bo'lgan bir ikkita uchta holat bo'lgan. U aniq eslaydiganlarim bor. Shu bittasi o'sha Ravshan aka aytgan, uni ham baraka topsin ish qilib, u ham ustozlar, hayotiy ustozlarimizdan bittasi Ravshan aka aytdilarki, bittasi shu maktabda xususiy maktabga ishlashga kelgandan keyin, o'sha как раз mana o'quv markazidan maktab sistemasiga o'tgandan keyin anaqa bosim ko'paygan. Ya'ni men o'zim hech kimligimni yana bir bor bilganman. Chunki o'quv markazida hamma sizni hamma sizga talpinib turgandan keyin oson dars o'tasizda, o'tdi. Mana mashhur odam, mashhur bitta ashulachi yemagan gaplarni bunda terib qo'ysa ham ashula o'qib turadi. Lekin mashhur bo'lmagan odam zo'r bir g'azallar yo she'rlar yo muzikalarni zo'r qilsa ham uni yeyish qiyin bo'ladi. Maktabda shu qiyinroq. O'shanda o'sha Bahodir aka bilan ko'p gaplashganda aytganlarki, niyatni to'g'ri qilish kerak. Sizning niyatingiz ilm berish. Bolalarni hurmatini qozonish emas yoki bolalar meni hurmat qilsin, yaxshi ko'rsin emas. Sizning niyatingiz ilm berish, o'shanga yarasha xolis ish qiling. Maqsad to'g'ri turgan maqsad bolalarning hurmati bo'lmasin, undan oliyroq narsalar bor. O'sha yengillik beradi. Yengillik beradi. Ikkinchisi mana Ravshan aka aytgan gapi, u paytda o'quv markazida ishlardim. Faqat test bilan ish qilinadi. Matematika, fizikadan test ishlash, test ishlolmaslik bu fojia edi. Test ishlolmaslik fojia. Lekin o'sha bergan ko'rsatmalardan bittasi, nimadir bilmay qolsang, bilmayman deb aytish kerak. Mayli, bilmayman deb aytolmagan taqdiringda ham men o'zimni zo'rligimni isbotlashim kerak bo'lgan tochkadan o'tib bo'lganman men уже. Endi zo'r deb men zo'r degan so'zni ishlatib yordimmi? Zo'r emas anu. Mayli, zo'rdir-da. O'qituvchi uchun zo'r bitta odam bo'lish kerak. Testlarni hammasini ishlab tashlaydigan dahshat bir o'qituvchi bo'lish kerak. Lekin hammada ham xato bo'ladi. Hech beayb Parvardigor mutlaq hech kim bo'lmaydi. Absolyut o'qituvchi yo'q. Hammada ham xato bo'ladi. Bilmagan narsangiz chiqadi, bilmagan narsang chiqadi Oybek. Darsda bilmay qolasan so'ragan narsasini o'sha paytda xijolat qilmaslik kerak. Bilmaysanmi? Yaqinda ham bo'ldi. Mana bitta misol chiqmadi. Kimdan Aziz Qosimov ustoz borda. Ustoz mana shuni bilmadim. Nima qilay? Yo'l ko'rsatib oling, bo'lib turadi bunaqa narsada. Keyin o'sha gapdan gap ulanib, etudilarga o'sha ishga kirayotganimda Javohir ustoz nazoratda turgan ekanlar, darsga savol bergan ekanlar. Kvadrat tenglaman nimaga shoxlar tepaga qaraydi, pastga qaraydi, A koeffitsient musbat bo'lsa tepaga, A koeffitsient manfiy bo'lsa pastga qaraydi. Nimaga savol berganlar? Vrotib oddiy javob. O'sha paytda menimcha bilmay qolganman. Yo, bilmayman deb aytganman. O'shaning uchun ham ishga oldik. Ya'ni shu anaqangiz uchun aldab olib ketib qolmadingiz. Ya'ni o'xshatib yormadingiz. Bilmaydigan narsasini odam bilmayman deb to'g'ri, men bilmayman deb qo'pol tarzda yoki o'zingni juda ham ojiz ko'rsatib emas. San ham odamligingni borku, men ham odamman, xato qilishga haqqim bor dedi-ku. O'shanaqa shaklda aytgan. Haligi Ravshan aka aytgan gapi, xayolingda shunaqa bo'lsinki, san o'zingni zo'rligingni ko'rsatadigan etapdan o'tding. Birinchi, ikkinchi yil o'qituvchi bo'lganda uyalishdan qo'rqadi odam, xijolat bo'lib qolishdan qo'rqadi. Keyin undan qo'rqmagin, chunki niyat xolis, hamma xato qilishi mumkin, faqat xatoyini to'g'rilagin. Bilmaysanmi, o'rganib kelib aytib bergin. O'sha o'zingni kimdir deb isbotlashga harakat qilma darsa dedi. Xolis dars bergin. Shu gapi esimda qolgan. O'shaning uchun ham mana yutug'im demayman-ku, erishgan narsam bu ham Allohdan bo'lib, darsda nimadir bilmasam, rosa xursand bo'lib o'taman. Bilmas ekanman men buni. Bilmayman, bilib aytib beraman xudo xolasa. O'tib keta olish, qalbimda bir g'ashlik qolmaydi. Chunki xolis bilmasligini odam o'zi e'tirof qilsa yengil tortar ekanda. Ana gap bor, bilmayman deb rosa lazzatlanaman deb. Qaysi bitta olimning gapi bor ekan shunaqa. Biz ham olim bo'lib qolamiz. Astag'firulloh. Yo'qki maqtab yedingiz. Oxirgi savol nima bo'ldi? O'sha karyerning skachok qanaqa bo'lgan? Ya'ni karyerangiz nima bo'lgan-ku, o'sish nuqtasi bo'lgan. Oybek aka, o'qituvchi statusi haqida gaplashsak, shu savol berishni yoqtiraman. Ya'ni jamiyatimizda baribir o'qituvchining statusi jozibali emas. Mumkinda. Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'lyapti bu tendensiyaga va qanaqa qilib ko'tarsak bo'ladi deb o'ylaysiz? To'g'ri, bu endi yuqoridan keladigan savol, yuqoriroq savol. O'zimiz atrofimizda o'zimizni statusimizni ko'tarishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bizning qo'limizdan nima keladi? Oybek aka. Balkim savolga to'g'ridan-to'g'ri javob endi kelib qolar. Fikr ana narsa esimga tushib qoldi. Kinoda ko'rganman shekilli. Falonchi ma'lum deydi. Uni hurmati bo'ladi, o'sha qishloq joyda hurmati bo'ladi. Bo'lmasam oddiy o'qituvchi dehqondan kam pul ham topishi mumkin. Mana endi yetib keldi bu gap. Qatdan kelib chiqadi. O'qituvchi statusini baland bo'lishi ota-onalarga bog'liq.
mani fikrimcha 100% ota-onaga bog'liq bu. Davlat oylik ham qilib berishi mumkin. Qaysidir joyga yetgan iqtisodiy imkoniyat ko'tarsa, o'sha masalan $1000 undan ko'p hamdir. Bu xullas, pul ham yetib borishi mumkin. Pulli anaqaga ham yetib borishimiz mumkin. Faqat pulda emas deb o'ylayman. Ota-onada deb o'ylayman. Ota-ona o'qituvchini hurmat qilishni bolasiga o'rgatadi. Buni ham kim aytadi? O'qituvchi shunaqa shaxs bo'lish kerakki, o'quvchiga, ota-ona o'quvchiga tanbeh berayotganda tasavvur qil, shu holatingni falonchi o'qituvching ko'rganda nima derdi desa, o'qituvchisini xayolida tasavvur qilib ko'rib, uyalib ketish kerak. U narsa ota-onaga bog'liq narsa. O'qituvchini birdaniga hurmat qilib ketmasligi mumkin o'quvchi. Ota-ona uyda shuni ta'limini berish kerak-da. O'qituvchi ham uni hayotida katta bitta odamligini, hayotda faqat biz, ya'ni ota-ona san uchun eng muhim odamimiz emas, o'qituvchi muhim. Misol keltiriladi-ku, o'sha oldingi zamonda qancha bilmayman, 10 yildir, 20 yildir, 30 yildir o'qituvchisi ursa, tanbeh bersa, normal urib qolsa, o'zingda-da ayb, o'zing bir nima qilgandursanki, anaqa bo'lgan nima edi? O'qituvchi ham bekorga urmasa kerak sani, deydi. Keyin o'sha o'quvchiga signal boradiki, demak o'qituvchi bekorga qilmaydi. Ota-onam, ustozim tarafda ekan. Hozir teskarisi emas, boshqacharoq. Bolasini himoyasiga, bolasiga haddan tashqari mehri jo'shib ketganidan deydi. Bolasini hozir yaxshi ko'radi, keyinini yaxshi ko'ra olmay qolishi mumkin-da. Hozir yaxshi ko'radi, uni hozirgi yegan bir kichkina kaltagini yoki bir eshitgan tanbehini qalbiga yaqin oladi-da, u borib o'qituvchini anaqa qilib keladi, sud qilib keladi. Tabiiyki o'qituvchini statusi tushib qoladi bolani oldida. Siz yana bir marta gapirib xayolida bo'lsa ham aytadi, agar yana bir marta shunaqa qilsa yana ota-onamga aytaman deydi, o'qituvchini bir tinga olmaydi. Ota-onalar bo'ladi-yu, endi farzandlarni hamma yaxshi ko'radi. Aytaylik, farzandi bir joyda stolga urib oldim desa, nima bo'lsa, stol bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Yoki oyim madad desa, oyim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Ya'ni ba'zan ota-onalar kelmaydi, lekin kelmasa ham farzandini ko'ngli uchun ustozim bilan mana qanaqa bo'ldi desa, bo'ldi, o'zim ustozim bilan borib gaplashib qo'yaman deyshadi. Ichlarida ular ustoz haq deb hisoblashadi, lekin farzandini ko'nglini ko'tarish uchun ba'zan shu gap aytib qo'yishadi. Bu gap lekin farzand ko'nglini ko'taradigan gap emas, ko'tarish uchun ishlatiladigan gap emas, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsak. Ya'ni ota-onalar shu joyda o'zi bir post ham yozdim shu haqida, imkoni boricha, men bitta narsaga hayotim davomida guvoh bo'lganman. Endi ustozlarni ham o'zim ustoz bo'lsak ham, ustozlar haqida yomon gapirishga juda ham hisob bo'laman, chunki o'zim ustozman, juda ko'p ustozlarni shogirdimiz. Ba'zan bo'ladi, yaxshi ustozlar bo'ladi, ba'zan aytaylik juda zo'r bo'lmagan ustozlar ham bo'ladi. Lekin bitta narsani bildimki, bir o'quvchiga bir ustoz, yaxshi ustoz bo'lmasa ham, aytaylik yaxshi tayyorlanmaydi darsga, ko'p kitob o'qimaydi, nutqi yaxshi emas yoki bolalarni sevmaydi. Lekin shu ustoz ham farzandi haqida bir ota-onaga beryaptimi? E'tiroz bildiryaptimi? Shu bolada nimadir bor. Aniq bor. Ya'ni u ustozni, ya'ni sen o'zingni qara emas, ya'ni u ustoz o'ziga qaramagan taqdirda ham shu bolada nimadir bor. Chunki shunaqa ota-onalarni ko'rdim. Ya'ni bu ustoz o'zi yaxshi ustoz emas, o'shaning uchun buning gapini olmaymiz deb turib, keyinchalik yillar o'tdi, 5 yil, 6 yil, 7 yil o'tdi. Shu farzandidagi shu kamchilikni ko'rdi. U ustoz 5-6 yil oldin ogohlantirgan, lekin ustozni hurmat qilishmaganligi uchun ota-ona ustozni gapini jiddiy olishmagan, bu ustoz yaxshi emas deydi. Baribir tan olishdi. 5 yil, 6 yil, 7 yil ketdi. Shu ustozni o'sha aytishdi keyin, ya'ni shu ustoz shu vaqtda to'g'ri aytgan ekan deyishdi, lekin kech bo'ldi. Bola buzilib bo'lgandi, bolaning taqdiri deyarli hal bo'lgandi, bola noto'g'ri tomon ketib bo'lgandi. Shu joyda mayli yomon ustozdir, mayli ko'rishgandir, mayli bilishgandir, mayli eshitishgandir, lekin baribir e'tiroz bildiryaptim, borish kerak, tekshirish kerak, ishonish kerak, o'qituvchi baribir bilar ekanda. Kichik bo'lsa, nimaga men 24 ta yoki aytaylik 30 ta yoki 40 ta bola nimaga aynan mana shu bolaga gapiryapti-da? Nimaga bunga emas? Nimaga 40 tasiga gapirmayapti? Bor-da, nimadir? To'g'ri. Keyin ikkinchi masala, ota-ona juda yaxshi biladi farzandini. Ya'ni farzandini o'qituvchi biladi, ota-ona ham biladi o'z ichida. Ayniqsa sho'x o'quvchilarning ota-onalari ichida bilib turadi. Ana bitta o'quvchim bo'lardi, o'g'ri o'quvchi. Bilasiz, o'g'rilik ildiz otib ketgan narsa. Buni davolash juda qiyin narsa-da. O'shaning uchun bekorga qo'l kesilmagan bo'lsa kerak qadimgi zamonlarda deb o'ylayman. O'g'ri o'quvchi edi va har qanday chora ko'rdik. O'g'ri bo'lganda ham o'tda ham high leveldagi o'g'ri edi. Ya'ni shunaqa o'g'irlikdi, 1 yil davomida hech kim sezmagan. O'ylayman, 1 yil davomida 30 ta bolani hammasini o'margan, lekin hech kim sezmagan. Shunaqangi mohir edi. O'zim reklama qilib ketdim. Shunaqa edi va ota-onasini chaqirtirganimizda kelishi bilan birdaniga bizga tajovuz qilib ketgan. Siz tuhmat qilsizlar,
degani va o'sha yerda bitta psixologik narsa ochilib qolgan, ya'ni qo'rqoq oldin mushuk ko'taradi. Chunki bu bolani aniq biladi onasi o'g'riligini va shuning uchun ham ochilishidan qo'rqqani uchun ham u bo'ladi-yu, tajovuz payti ikkita yo'l bor. Yo qochish, yo qayta tajovuz qilish. O'sha ko'p holatlarda men bu analogiya nimaga berdim? Boyagi holatda ham, ya'ni sho'x o'quvchilarni ham, giperaktiv o'quvchilarni deymizmi, boshqa o'quvchilarni ham ota-onasi ko'p holatda biladi o'zining o'g'lini aybdorligini va aybi o'ziga kelib taqalishidan qochish uchun ham o'qituvchi tajovuz qiladi. Kelayotgan energiyani, siz aytganingizdek, kelayotgan energiyani o'sha o'qituvchiga yo'naltirib olmoqchi bo'ladi deb o'ylayman. Men kuzatgan ko'p holatlarda shunaqa vaziyat bo'lgan. Chunki agar bola ayb ham bolamda desa, bolani kim tarbiya qilgan? O'zi tarbiya qilgan, o'zini bir ozgina ichida egosiga tegadi. Keyin bolada aybdor degandan keyin bola bilan ishlash kerak-ku. Vaqt ajratish kerak, energiya ketqizish kerak, erinadi. Undan ko'ra o'qituvchi ayb deb qolsa, tez qilib qo'ysa, tez qilib ketadi. Bu yerda o'qituvchi ota-ona gaplashayotgan payt o'quvchini olib tashlasa agar, bu yerda shunchaki talash kelib turadi. Ayb kimda degan talash keladi. Kim ishlash kerak degan joyda talash ketadi. Ayb kimda degan. Ya'ni ota-onalar hurmat qilsa, ota-onalar hurmat qiladigan bo'lsa, ya'ni jamiyatda status oshadi deydi. O'qituvchini o'zini ishxonasidagi hamkasblari, direktoridir, boshqasidir himoya qilgani bilan ota-ona endi ular bar bitta joyda-ku. Tashqi tomon ham o'qituvchini ulug'lab tursa deganiga hurmat qilib tursa deganida. Keyin moddiy tarafga ham e'tibor qaratish kerakmi yoki nima bo'lish? Ya'ni o'qituvchi baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Tashqi ko'rinishiga, itiliga kiyadigan kiyimiga yoki borgan joylari yoki mashinasiga qaraylik-ku bolalar. Shu joyiga ham o'qituvchi o'zini darajasini ko'tarishga e'tibor berish kerakmi, berish kerak emasmi? Ikkita qarama-qarshi fikr bor. Ikkalasi ham anaqa bir-biriga qarshi bo'lmagan odamlardan eshitganman shu narsani. Birinchisi, agar o'qituvchi bo'laman deb niyat qilgan odam bo'lsa, boy bo'lishni niyat qilmasin degan bir gapni eshitganman. Kimdan? Ustozlardan lekin ana yaxshi ko'radigan odamlardan bittasi aytgan-da shuni. Mayli, shu kranik Ro'shan aka bo'lib qo'yaq. Yaxshi yomon gaplarga. Ya Ro'shan aka qo'yganlar. Ro'shan akaning rasmini chiqarsak bo'ladimi o'zi? Aka 4 chiqarib nomerlarni o'qiyapsiz. Reklama qilib bersak bo'ladi. Как раз o'quv markazlari bor, adashmasam. Kurslar IELTS'dan dars o'tiladi. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi bunga qarama-qarshi fikr, dars o'tadigan odamni darsdan boshqa bezovta qiladigan xayoli bo'lmasligi kerak. Hozir men dars bersamda, uyimda gazimni pulini qanaqa qilib to'layman, qornimni nima bilan to'yg'izaman, bolamga nimani kiydiraman deb o'ylash dars sifatini tushirib yuboradi. Bir-biriga menimcha birinchisi ruhiyroq gap. Ya'ni boy bo'lishni o'ylamaslik kerak degani ruhiyroq gap bo'lsa kerak. O'ylamaslik kerak, lekin boy bo'lmaslik kerak emas. Boy bo'lursin, lekin ilmni boylik maqsadida bermasin degan ma'no bo'lsa kerak. Lekin ikkinchisi moddiy jihatdan ta'minlangan bo'lishi kerak-da. Uni eshitdim-da yaqinda. Imom Malik adashmasam, juda chiroyli kiyinib yurganlar. Eng qimmat matolardan, to'g'ri aytamanmi, Imom Malikmidilar? Kiyinib yurganlar deyiladi. O'ta go'zal, qimmat. Keyin so'rashgan, nimaga bunaqa kiyinib yuribsiz? Desa, mana bu omma insonlar bor-ku, ilmsiz bo'lgan insonlar bor-ku, bular tushunmaydi ilmni. Bular nimaga qiziqadi? Mana shu latta puttaga qiziqadi, bizni tilda aytadigan bo'lsa, mashinaga qiziqadi. Ularni tilida men e'tiborga arziydigan inson bo'laman birinchi, zo'r kiyinib olaman, yaxshi tuyalarni olaman, yaxshi yuraman-da, keyin menga voy bu kim ekan bu? Biz havas qiladigan inson ekan degandan keyin ilmimni berib olaman shu orqali degan ekanlar-da Imom Malik. Anaqa bor edi, o'sha merit ishlaganda bolalarning savollari endi hozir ham bersa kerak, hali bitta berib ulgurishmadi. U yoqda har yangi o'quvchilar kelganda, yangi sinfga kirganda bar suhbat davomida savol beradi. Ustoz qanaqa mashina haydaysiz deb savol beradi. Endi xususiy maktabda ishlagandan keyin hamma bolalarni bolalar emas, ota-onalari zo'r mashinalarda keladi. O'rta klassdan yuqori. Shunaqa o'rta klassdan yuqori. Endi Matiz haydayman deb qo'yish, deyish, yo deyveraman-ku. O'sha haligi aytganingizdek, agar men masalan deylik, kamida Rolls-Royce haydaganimda, bolalar mendan fizikani yaxshiroq o'rganardi deb o'ylayman. Chunki ularning muhiti shu-da. Endi masalan o'rta tabaqa o'qiydigan yoki pastroq moddiy jihatdan deyapman-da, o'qiydigan odamlarga meni mashinamni qizig'i bo'lmasligi mumkin-da. Ular endi shu muhitda katta bo'lgani uchun, конечно, meni moddiy holatim qiziq. Moddiy holat qiziq bo'lgandan keyin savol so'raydi. U oddiy gap, vaqt soatni qarash uchun telefonga, ustoz qanaqa telefon deb baribir so'raydi-da. Istamasa so'raydi. Endi o'sha yerda masalan iPhone'ni chiqarib ko'rishim bilan knopchali telefonni olib ko'rsatishim o'quvchiga endi to'g'ri muhim emas. Hozir bularning paytida shu narsa qiziqdi. Agar hozir Rolls-Royce'im bor, mana bunaqa Rolls-Royce'im bor.
yoki masalan Bentley haydayman, mana bunaqa modelda, narxi mana buncha turadi. Sizlarda qanaqa mashina? Ha, bizda BYD haydaymiz. Shu ham mashinami deb qo'ysam. Kim uni oldida obro'li. Yaxshiroq qilib qo'yasan. Aslida siz aytib berayotdingizmi? Bizga yuqori sinflarga, shu birinchi maktabga kelganmiz, yuqori sinflarga shu kurator ayol kishi bo'lgan. Endi ismini aytmaymiz, o'zi islomiyman kimliklarini, ismlarini. Keyin kirib turib bolalarga o'qish kerak, ilm olish kerak. Mana qaranglar, ikkita universitet bitirganman, ikkita diplomim bor. Desa, xo'p, nimaga erishgansiz endi? Kurator bo'lganlar endi yoshlari katta, aytaylik, bir o'rta yosh bo'lsalar, 25 yoki bir 30 ga yaqinlashgan bo'lsa, hali karyera oldinda nimaga erishsa bo'ladi, endi 40 dan katta, 50 yoshlarga yaqin. Xo'p, nimaga erishgansiz? Shu ikkita diplom bilan deyishganda bolalar ustoz endi muzlab qolganlar. Anaqalardan bittasi nima edi? Xulosalardan bittasi o'quvchilarga bir nimani, ma'naviy ozuqa beraman deb, u o'zini sharmanda qilib qo'ymasligi kerak ekanda, Shunaqa. Ya'ni gapirayotganda ikkinchi tarafi gapiga ham tayyor bo'lish kerak. Yeb qo'ymaymanmi? Yeb qo'ymasligini hisob-kitobini qilib shaxmat o'ynash kerak-da. U nafaqat o'quvchi bilan, o'zliboy odam bilan ham-ku, o'quvchilar tim bo'lib o'ta ko'p ham. 20 ta odam bor. Kreativ fikrlaydiganlar ham ko'p bo'ladi, o'quvchilar bor-ku. Odam o'zini qilayotgan kasbidan baribir ozgina rohatlanish kerak-ku. Yaxshi ko'rmasa qilmaslik kerak-da. Kim aytdi shuni? Shuni o'quvchi aytdi shuni. Islomiy yo'nalish maktabda o'tdi. O'qituvchilik bilan doktorlikni yuqtirmagan odam qilmaslik kerak deb gapirdi-da. Chunki mashina bilan ishlaydi, boshqa bular odam bittasi joni bilan, bittasi ruhiyati bilan ishlaydi-ku. Yuqtirmagan odam bo'lsa qilmaslik kerak. Yuqtirmagan degani yaxshi ko'rmasa qilmasin deganda. Og'rinib borib kelsanmi, qo'y, ishlama, o'qituvchi bo'lma. Boshqa kasb qilgin. O'tgan safardan Po'lataga xuddi shu maslahat beriladi. Yosh ustozlarga nima tavsiya berasiz desam, kutmaganim endi. Ya'ni zarracha maza qilmayapsanmi? Ket bu sohadan. Endi buni fatvo qilib olish kerak emas. Masalan, ba'zi ustozlar sal nafsiga yoqmayotgan bo'lsa, mana shu fatvo qilib ketib olish kerak emas. Lekin umumiy olganda zarracha ham, ya'ni perspektiva ko'rmayotgan bo'lsa, bu joyda aytib ketish kerak. Ya'ni qiynalayotgan bo'lsanglar ketinglar emas, ya'ni qiynalayotgan bo'lsa emas, qiynalish xohlagan kasbda bo'ladi. Birinchi kirganda xohlagan kasb qiynaladi baribir. Shunaqa, ozgina vaqt bo'ladi. Ushlab turadigan narsa bo'lishi kerak baribir. Men bitta narsani sezdim, nima? Shanba kunlari dars berishga boraman maktabga. Haftada 5 kun, ba'zan menga yoqmagan bola shanba kun menga yoqadi. Nimaga deb o'yladim-da. Men bugun bir o'quvchi bir peshonasini o'pib qo'yis keladi-da, balki shunaqa shirin tuyuladi. Endi maktab kunlari uni sho'xligidan orqasidan qo'llagim keladi-ku bolani. O'yagani sevimli ustozga kirar ekansan desa, hamma bo'ladi. Shunaqa bugun ko'rib, endi shunaqa bir aqlli bola o'ylab qo'shimcha kelyapti darsga. Keyin o'yladim, nimaga desa, mana baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi bizga bolalarni ba'zi sho'xliklar yig'ilib keladi-da. Ya'ni 24 tadan bo'lsa yoki 25 tadan. Endi biz maktabda bu bo'lib ham kamroqda, boshqa ustozlarda telik 30 tadan, ba'zan 40 tadan bo'ladi. O'zimiz ham 45 ta bo'lganmiz. Bo'lganda siz 4 soat, 5 soat bo'lgandan keyin har bitta odamga yig'ilib kelganda baribir yig'ilib kompakt bo'lib 2x bo'lib kelaveradi. Shu joyda asl bola unchalik yomon ish qilmagan bo'lsa ham bizning jahlimiz ko'proq chiqib ketib qoladi. Bolani ko'proq yomon ko'rib qolamiz, lekin yagona shu bolani ajratib olsangiz bir shirin bola o'tirib turarkanda bolalar to'g'risi. Shanba kunlari shu yakka bitta ishlaganda gaplashib ancha yaxshi ko'rishni boshladim. O'zi yomon ko'rmasdim, yana ham mehr o'zi anaqa ham ekan, o'quvchilarni, o'quvchi emas, bolalarni-da, o'quvchi bo'lish shart emas, bolalar, bog'cha bolasi bo'lsin, boshqa bo'lsin, bitta o'zi bo'lsa sho'xliguncha ko'rinmaydi yoki sho'xligini namoyon qila olmas ekan. O'ziga o'xshaganlar bilan birga bo'lsa, keyin namoyon bo'lib ketib qoladi. Kombinatsiya qilish uchun kerak-da, uni qo'shish uchun. Qo'ymaslik uchun ham. Keyin men bu Finlandiya haqida kitoblar bor-ku. O'qiyman, zo'r ma'lumotlar olamiz, lekin juda maza qilmayman. Sababi o'qituvchi xotirjam bo'lishi kerak deb Finlandiyada o'qituvchilar aytadi, lekin ularda po faktu o'quvchilar soni kamda sinfda. Menga ham misol uchun, men bilishim bo'yicha kam adashmasam, 12, aytaylik 15 ta deylik, uzoq bo'lsa, 12 ta 15 ta sinf bo'lsa, tug'ilish soni kam o'zi va sinfxonada ham nisbatan kam deb o'ylayman va ustozlar soni ham ko'p. Shuning uchun ham bitta ustozga 10-12 ta o'quvchi to'g'ri kelsa, u maza qilib o'tadi darsda. Albatta. Xohlagan odam maza qilib o'tadi darsda. Keyin ham borda, xalqqa o'zining tabiati. Tabiati emaslar. Biz to'g'risini aytadigan bo'lsak, ozgina biz qiziqqonroqmiz, bizning xalqimiz. Endi ularniki teskariroq, ya'ni o'zini bosib olgan, tinch, xotirjamroq yuradigan Skandinaviya mamlakatlarida tinchlik bor. Bo'lsa kerak, deylik. Endi bunda boylik faktori ham bor-da, u yerda. Ya'ni aholi o'rtacha daromadi ham yuqori, shu hisobiga ham
nisbatan endi ustki xotirjamlik deydi, ichki xotirjamlik demaymiz. Baribir nisbatan xotirjamlik bo'ladi va jamiyatda ta'sir bor. Keyin Haqiqatdan. mana shu joydan endi bugun hozir suhbatimizni eshitib, ham gapirib, ham eshitib tashqaridan bitta fikr keldi, ya'ni ustozlar aytish mumkin, ya'ni sizlar ucharinglar o'tirib olib, xususiy maktabda ishlab olib, davlat maktabida ishlayotgan 600 mingta ishlaganman. o'qituvchiga anov bermaylar deb, ya'ni Mohir ham o'zi ishlagan. Oybek ham ishlaganmisiz? Davlat maktabida Yo'q. ishlamagansiz. Men o'zim ham masalan ishlaganman. Ishlaganimda bitta narsani sezganman-da, bu anavda shu formulani sani qaysining postingda o'quvdimmi? Bitta narsa bor-da, Oybekka biz har kuni bilasizmi, obedda magazinga chiqamiz-ku. Magazinga chiqayotganda 3 ta peshxoddan o'tamiz-da, 3 ta peshxoddan. Shu to'xtagan mashinalarga kallamni qimmat rahmat aytib ketaman borku. Bilasanmi nimaga? Keyin sal yana qilsin deb. Yo'q. 10 tadan bittasi to'xtaydi chunki. O'zi to'xtash kerak, bu meni haqqim. Lekin to'xtamasdan o'tadi-ku. Shu haqqimni berganlardan xursand ketib qolaman borkan, oyligini bersa xursand ketib qolasan. O'zing ishlagansan, rahmat deb ko'zing yaxshi ko'rib ketib qoladi. Ya'ni xursand bo'lib ketib qolaman-da. Hazzorlik. Ha, bo'lmasa o'zi qilinish kerak bo'lgan narsa, lekin kam odam qilganligi uchun rahmat deyman, xursand bo'laman. Ichimda bir duo ham ketadi. Keyin endi davlat maktabida ham masalan men 6 oy o'qiganimizda, bizda yil oxirida berishgan. Borganman, dars berganman. Keyin shu bitta sinfga kirganda ukam dars o'qirdi. Keyin ketganimdan keyin ukam aytib qoldi, aka sizni sinfdoshlaringiz so'rayapti. Eng birinchi o'ringa o'tiradigan o'quvchi bor-ku, Shohjahon degan. Shu o'zi o'qimasdi. Siz darsingizda o'tirardi, dedi. Keyin yaxshilab o'ylasam, nima xislat bitta desa, mana bunaqa narsa. Biz o'zi o'quvchilarga yaxshi gapirishimiz kerak, odam sifatida ko'rishimiz kerak, haqida gaplashamiz. Lekin ba'zan buni ko'pchilik qilmaydigan narsa-da, ya'ni qilish qiyin bo'lgan narsa o'zi bu. Birinchidan yoki tabiatda bo'lish kerak yoki ishlash kerak anchagina. Endi mana shu narsani men o'zi o'sha vaqtda birinchi dars berishni boshlagan vaqtim deyarli hech narsa ko'nikmalarim yo'q edi. Bir ustoz ko'rmaganimni hech narsam yo'q edi. Faqat nima qilardim desa, yaqinda o'qituvchilikdan chiqqanligim uchun bolalarni tushunardim. O'zim ham sho'xroq bo'lganligim uchun, sho'xroq o'rtoqlarim bo'lgani uchun bolalarni tushunardim-da, ozgina ularga qiziqroq, kulgiliroq qilib o'tardim darsni. Odam sifatida ko'rardim. Ko'rib, ozgina qo'limni qo'yib, yelkasiga, ya'ni qo'l bilan so'rashib, hammasi bilan gaplashib, yaxshi gapirib, urushmasdan gapirardim. Shu bolalar ozgina o'qishni boshlagan. Endi davlat maktabida ham ishlasa bo'ladimi desa, ishlasa bo'lar ekan-da, ya'ni kam muddat bo'lsa ham, ko'rib bolalar bilan yaxshiroq munosabat qilishi o'zi ham anchagina narsani to'g'rilab qo'yar ekan. Faqat bitta tomoni bor. Uzoq muddat ishlagandan keyin, masalan, muammolar boy aytgan compound effekt bo'lib, shu birinchi ko'rganda sabring yetishi mumkin, lekin davomiy bo'ladigan bo'lsa, bir kun kelib yorilib, to'yib ketishi mumkin-da. O'shadan mana shu faktor eng yomoni-da. Shu hozirgi masalan davlat maktabida ishlaydigan ustozlar masalan, dars o'tish yomon ko'rsa, o'qishni yomon ko'rsa, o'ylayman, balki qachonlardir ular yaxshi dars o'tgandir, balki to'yib ketgandan shunaqa bo'lgandir deb men o'ylayman, endi fikrim o'zimni. Shu tomoni ham bor. Endi faqat o'qituvchida emas, menimcha jarayonda ham, chunki 40 ta 45 ta o'quvchini eplash juda katta fidoyli talab qiladi. Sistematikniy problema, tizimdagi problema. Ildizi bilan ketganman. Agar masalan hozirgi kunda ham xohlagan davlatda maktabidagi o'quvchilarni maksimum soni 20 ta qilib qo'yilsa, xususiy maktabdan farqi qolmaydi deb o'ylayman. Menimcha. Farq bo'ladi. Farq bo'ladi. Yo'q, endi umumiy anaqada muhitda ularni ham ruhiyati sal yengil bo'ladi, og'ir bo'lmaydi demoqchiman. Bo'ladi. Shu joyda boshqa savol ochmoqchi edim, kattaroq bo'lim. Mana o'qituvchilar o'zini ustida ishlash borasida. Mana men ko'rganim endi o'zim zo'r ishlayman degan ma'noda emas bu. O'zimizdan kamchiligimiz bor, lekin aksariyat ustozlar o'zi treningga kelishni xohlamaydi. Bizda bo'lardi, oldingi maktabimizda rahmat aytaman bunga, trening tashkil qilib berishardi. Va hozirgi maktabimiz Sodiq Schoolda ham treninglar bo'ladi, pedmahorat kuni bo'ladi. Oldingi maktabimda bo'lardi va o'sha pedmahoratga o'qituvchilarga "Senga jarima solaman kelmasang" deb chaqirardik. Emas, chaqirishardi. Bo'lmasa kelmas. Bo'lmasa kelmaydi. Hayron qolaman bunga, ya'ni o'qituvchi o'zi dars beradigan inson o'zida shunaqangi, ya'ni ilmga bo'lgan negativlik, ilmga bo'lgan yopiqlik bor. Qanaqa dars beradi bu degan menda fikr bo'lardi. Endi savolim nima? Oybek, nima deb o'ylaysiz? Mana siz ko'p ustozlarni ko'rgansiz, ko'p ustoz bilan gaplashgansiz, anchalardan dars berasiz. Mana shunaqa o'zi ustida ishlamaslik sindromi nimadan kelib chiqqan bu? Nima uchun ustozlar o'z ustida ishlash xohlamaydi? Yoki qanaqa ishlash kerak o'zida? Degan joyini to'ldirib ketaylik. Menimcha egodan bo'lsa kerak. Odamda ozgina bir kibr hammada har xil darajada ko'p bo'ladi-da. Bor nimani ham o'rganardim. Hamma bilgan narsamizni aytib berdi-ku deydi. Lekin bar takrorlash kerak bo'ladi-ku. Yengillikda eshitilaveradi. Har safar ko'rganda ham, birovdan ko'rganida ham eshitiladi.
yengillikdek bo'lib ko'rinadi. O'sha menimcha o'sha odam ichidagi kibrini ozgina sindirib turib, men ham eshitishim kerak deydi. Bir xil ustozlar emas, o'zi любой sohada ham o'zidan yoshroq bittasi, yosh faktori bo'yicha o'zidan yosh kimdir unga nimanidir o'rgataman desa, ko'rsatma beraman desa, kibri yo'l qo'ymaydi-da. Kimsan sen? Ya menga ustoz. Yaqindagina yuruvding. Chuvakka kesib tashlaysiz. Kimsan sen menga men 40 yil masalan deylik mashina ustasi bo'lganman, endi kelib menga nimani o'rgatyapsan? O'zim ham bilib olaman deydi. Bu narsa noto'g'ri. Yosh katta ham, yosh kichkinadan nimadir o'rganadi-ku. Hammani aql farosati boshqasi har xil-ku. Mashhur misol faqat sahobiyning ismlari Abdulloh ibn Mas'ud bo'lsa-da kerak. Hazrat Umar o'sha kishini kichkinalik paytlarida boshqalar bilan olib o'tirib, surani tafsirini so'raydilar, idajani tafsirini so'raganda hamma bu g'alaba haqidagi anaqa nima edi, sura va hokazo desa, bu kishi aytadilarki, siz nima deb o'ylaysiz deganlar, bu payg'ambarimiz o'limlari haqidagi bashorat deb aytadi. Ya'ni sizlarning aqlingiz yetmagan narsaga bu kishini aqli yetdi-ku, demak hammasi har safar ham yosh rol o'ynamaydi. Adaryonli bo'lishi mumkin-ku yoshli paytdan ham. Masalan, anu bolani ko'rib Muhammad degan bola 8-sinfda endi tanishyapman. Robototexnikaga kirar ekan. Juda ham zo'rda, agar shu o'sish bo'lsa, olim bo'lib keta oladigan darajadagi anaqasi bor, potensiali bor-da. Havosim keldi, shuni ya'ni kichkina bo'lsa ham bo'lishi mumkin-ku. Treningga birinchi treningga kelmasligini sababi yoki o'zini usti trening haqida aytdik, treningga kelishni xohlamasligi birinchisi egosi bo'lishi mumkin, kibri bo'lishi mumkin. Ikkinchisi o'zini ustida ishlamaydi degani, o'zidan qoniqish hosil qilib qolsa bo'ldi-da. Men zo'rman, nimani ham o'rganardim, bo'ldi, men yetib keldim-ku. Shuncha o'quvchim bor, shuncha narsaga erishib qo'ydim-ku, deydi. Javobingizdan hikoyasim kelyapti. Iblis bilan odam ato voqeasi-chi. Odam ato ham iblis necha ming yildir ibodatda bo'lgan baribir. Undan keyin odam atoni Alloh yaratgan-ku, keyin bunga sajda qil deganda. O'sha paytda kibr qiladi. Bu ham yangi kelgan degan fikringizga hayolim shu keldi. Ya'ni ba'zi paytlar, ya'ni Xudo sizga kerakli ilmni na prinsip balkim siz sinash uchun ataylab o'sha sizdan tajribasi kamlar orqali yetkazadi balkim. Shunaqa xulosa olsak bo'ladimikan? Odam o'zini hech kim emasligini bildirtirib qo'yish uchun hamda. O'zidan emasligini. Ha, shu-da. Ilm bizdan emas-ku. Ilm manbai biz emasmiz-ku. Uning uchun ham ruhiy tarbiya bo'lish kerak. Kichkinalikdagi, yoshli paytdan ruhiy tarbiya qilib singdirilish kerak-da. Singdirilgan bo'lish kerak. Biz o'tgan safar fidoilik haqida gaplashdik ustoz bilan oldingi podkastda. O'shanda ham aylanib fidoilik baribir nafs tarbiyasiga kelib taqaladigan. Hozir ko'pchiligimiz fidoyimiz boshqa deymiz, baribir ichida ego bo'ladi baribir. Shuning uchun aylanib nafs tarbiyasiga ko'p narsa taqalar ekan degan xulosaga kelib qolamiz. Anaqa bor-ku. Bu institutda ko'p ko'rdim shuni. Institutda o'qiyotganimizda o'tda darajalar bor-ku, professor, akademik, fan nomzodi boshqalar. Haligi endi magistraturani bitirib kelgan ustoz haligi professordan ancha yaxshi dars o'tganda. Yonib turardi ko'zi, yaxshi ko'rardi bizani. Baribir munosabat qurishga harakat qilishi bor. Aynan professor bilimini tanqid qilmayapman. Dars berishdagi metodikasi o'sha ba'zi narsalar eskirgan bo'ladi, lekin men professorman, u kim u? Ko'rganman, eshitganmiz hamda shu narsani. O'sha menligi oshib ketganidan keyin o'zini o'zi nazorat qilmagan bo'lsa, bunaqalar nimadir o'rgatish qiyin-da. Muhammad fikring qanaqa shunga? Shu bitta loyihaga chaqirgan meni. Farruh degan yigit adashmasam. Keyin borganman, bitta loyiha qilamiz degan. Kitob qamar marketologi bo'lgan kitoblarni o'qiymiz, o'qib turib aniq berasiz degan. Kitoblarni ochib berasiz, tahlil qilib berasiz degan shunaqa bir loyiha qilmoqchi bo'lganmiz. Chaqirib qilib berasizmi degan. Keyin kim ishlaysiz degan, o'qituvchi deganman-da. Necha yildan beri degan. 1-yilmi, 2-yilmi shunaqa edi. 2-yilmi, menimcha 2-yil desam, ishlaymiz siz bilan deganlar. Qotib qolmagan ekansiz, taslim bo'lib qo'ymagan ekansiz. Ya'ni uzoq vaqt o'qituvchilik ishlaganlar degan shu yigit taslim bo'lib qo'yadi o'quvchilarga. Bo'ldi, bu o'quvchi zot odam bo'lmaydi. Bolalarni tarbiyalab bo'lmaydi. Men nima qilsam ham bular yaxshi bo'lmaydi deb taslim, ya'ni har yili bitta ko'rib borsangiz ham, ya'ni bitta ko'rmaysiz, 10 ta ko'rasiz-da. 10 tadan ko'rib borsangiz ham bir 5-6 yilda taslim bo'lib qo'yasiz. Sizni olamiz, siz hali taslim bo'lmagan ekansiz, hali taslim bo'lishga ulgurmagan ekansiz deganda. Keyin men o'zimda shu narsani sezdim. Birinchi ishlagan maktabimda 1-yil ishlaganimda men
bilimlarim kam edi. Tarixiy bilim ham kam edi. Pedagogika bilim ham kam edi. Lekin bitta narsa bilan o'quvchilarni juda tortib olish imkoni bo'lgan, shu yonib turish. Ya'ni yonish. Nima o'rgansam o'rgataverardim. Ko'proq o'rganaverardim. Ular bilan ishlash kerak deyaverardim. Hozirgidek pedagogik bilimim aytaylik yoki qana tarixiy bilimim bo'lmasa ham ular bilan yaxshiroq munosabatda bo'lganman. Keyin oradan ozgina vaqt o'tdi. Keyingi o'quvchilar bilan unaqa munosabatlar qura olmadim. Nimaga desa, chunki shu yonish tugab qoldi menda. O'chish tugab qoldi. Yetarliman degan fikr bo'lib qoldi. Ya'ni o'zi bo'ldi o'quvchilar hurmat qilishni boshlagan, kollektiv ichida ozgina obro' topasiz, yaxshi ozgina daromad topasiz, keyin bo'ldi to'xtab qolasiz. Keyin yana qachon boshlandi desa, yangi maktabga o'tgandim. Yangi maktabga o'tsam hech kimmanda. U yoqda qachondir yaxshi hurmatli ustoz bo'lasiz, yangi maktabga o'tsangiz hech kimsiz, hech kim tanimaydi. O'quvchilar sizga salom bermaydi, oldingizga kelib savollar bermaydi. Siz darsingizni borib rahbariyatdan so'ramaydi, hech kimsiz. Endi nima qilish kerak? Noldan. Keyin o'yladimki, ya'ni ilmim doimiy o'sib turishi nima qilishim kerak ekan desa, o'zgartirishim kerak ekan. Menimcha bilmayman endi maktabimi, o'quvchilarnimi, chunki bir joyda sizni ozgina urlab qo'yishgandan keyin insonni anusida borgan tabiatda bu to'xtar ekansizda, bu keyingisiga o'tib hech kim yo'q joyda futbolistlar qiladi-yu, Premier Ligada zo'r bo'ladi, Angliyada keyin Ispaniyaga o'tadi yoki Ispaniyaga o'tib Italiyaga o'tadi. O'shaning uchun eng zo'rlar qaysi birisi hammasida eng zo'r bo'lgan. Bittasida tasodifiy bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'qituvchilarni ham balki biz bir joyda uzoq vaqt qotib qolmasligimiz uchun yangi joylarga borib hech kimligimizni yana noldan xulosa qilsak, zo'r bo'ldingizmi joyingizda, menimcha o'zgartirish vaqti keldi degan xulosa qilsak bo'ladi. Shayx hazratlaridan ham o'sha hazratni xotirlabman, qattiq eshitdim. Ya'ni ishimni o'zgartirmoqchiman yoki masalan ularning klubidan ketmoqchiman desalar, qachonki o'zini ya'ni balandroq sohaga o'tmoqchi bo'lsa, ruxsat bergan ekanlar. Ya'ni o'tmoqchi bo'lsangiz, shunchaki almashtirmang, ya'ni kattalarni bizning tilda o'zbekcha aytganda challenge bo'lsa agar ruxsat bergan ekanlar-da, shunda o'shandan xulosa qilsak bo'ladi. Kattaroq joyga o'tib, hadisda ham bor-ku, adashmasam, ya'ni yomondan ichida yaxshisi bo'lgandan ko'ra yaxshidan ichida yomoni bo'lgan yaxshi. degan fikr bor. Mana shu prinsipni ustoz ushlash kerak, menimcha. Keyin yana bitta narsa, holat e'tibor berganman. Kibr menda yo'q, menda paydo bo'lmaydi, menga ta'sir qilmaydi bolalarni maqtashi degan odamga 100% ta'sir qilayotgan bo'ladi. Kibr yo'qligini kibr qilib tan olmayotgan bo'ladi. Kibr qilib tan olmayotgan. O'zi mana bolalar maqtuvi bor-ku, ortiqcha bo'lsa, ba'zi paytda tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa zo'r, lekin ortiqchasi aniq zarar beradi. Shuning uchun men nima qilaman, o'zim yaxshi formula o'ylab topganman. Gumon kibr ta'sir qilmaydi menga. Yo'q, ta'sir qiladi. Hazillashaman. Zo'r ta'sir qiladi haqiqatan. Bolalar maqtab olsa, darrov feedback olish kerak. Ya'ni kamchiliklarim nima deyish kerak. Agar o'ta tushkunlikka tushib ketadigan bo'lsam, yaxshi tomonlar nima deb feedback olaman. Men shunday balans ushlab turish kerak deb o'ylayman. Bitta aktyor bordi. Menimcha eshitgansizlar, chunki Reels'larda chiqqan. To'lqin Tojiyev degan dublyaj anaqalari bor, dublyaj qirollari bor bizadagi. O'zbeklardagi dublyaj qirollaridan To'lqin Tojiyev endi rahmatliman, bilmayman uni. O'tib ketgan bo'lsa, yoshlari katta-da. Mahallada dudu gaplarda chiqadi, o'sha daraja, o'sha paytdan boshlab. Xullas, bir intervyularida unaqa dedilar-da. Sizga maqtashsa, sizga yoqadimi deb so'rayapti jurnalist. O'ylab turib, yoqadi albatta, davom etdi. Yoqadi albatta. Qanaqasiga yoqmasin? Ana To'lqin Tojiyev ketyapti desa, yoki ana kinoga ovoz bergan odam desa, albatta yoqadi. Keyin sirazu jiddiy tortib, obzorga kirib yo'q. Lekin o'sishdan to'xtamaslik kerak. Bu seni orqaga ketishingga sabab bo'lib qolmasin. Shu ma'noda bir gaplari bor-da. Bizga ham shu o'qituvchi yoqadi, o'quvchi gapirsa. O'qituvchi nima edi? O'quvchi maqtab qolsa. Samimiy bo'lish, tan olish kerak. Shunaqa. U odamda nafs bor, masalan. Bizlar hali tasavvufda yuqori bosqichga nafsdan voz kechish. Nima edi? Birov maqtab qo'ysa, teskarisiga olib, o'zimizdan qamchidan bilan urib, bunaqa darajada emasmiz. Bunaqa darajada emas, ta'sir qiladi baribir. Va ortiqcha maqtovga qo'yib berish kerak emas deb o'ylayman men. No, lekin o'qituvchini yaxshi ishlashi uchun bu nima edi? Bu namyoq emas, o'zi-yu. Shu ta'lim jarayonini tashkillashtirayotgan rahbariyat bar maqtab turish kerak. Yo'q, motivatsiya kerak albatta. Motivatsiya albatta kerak. Shu joyda ham Fayzaban bitta mana shu joyda men rosa o'ylaganman, endi bilmayman o'zi bu joyni, ya'ni hukmini bilmayman to'g'rirog'i. Fayzaban zo'r taktikalari bo'lganda, Fayzaban sinf kurator bo'lganda sinflarni o'qitganmiz. Keyin bir kun Fayzbek otladim, Muhammad otlar, "Men bu o'quvchini onasi sizga rahmat aytadilar. Rosa yaxshi ishlayotgan ekansiz, ko'p e'tibor berayotgan ekansiz" dedilar. Keyin
endi bir insondan rahmat eshitganiga shu inson yoqishni boshlaydi. Shu o'quvchi ko'zimga yana ham yaxshiroq ko'rinishni boshladi. Ko'proq e'tibor berib, yana ham yaxshiroq bilim berishni boshladi. Keyin yaxshiroq o'qishni boshladi ham avvalgidan ko'ra. Keyin ozgina vaqt o'tdi, balki 1 yilmi, 2 yilmi, keyin qachondir yetib qoldi-da FSB. Bilasizmi, o'sha o'quvchi bor dedi. Onasi sizni rost yomonligi. Haqiqatasida teskariga o'zi rost yomonlaganda. Hasanning vaqt ajratmayapti, ajratyapti, e'tibor bermayapti deganda, lekin unaqa desam yomon ko'rib qolasizmi deb o'yladim-da. Keyin shu o'quvchini sizni yaxshi ko'rayotgan ekan. Dedim, zo'r ishlar ketdi. Men ham endi ruhlanib ketib, yana ham yaxshilayman. Boblaganlar-da, lekin zo'r ta'sir qilgan shular. Barnum effekti deyiladi, Sizlarni gap-gapga ulanadi-ku. O'sha boshqa gapingizdan ta'lim sistemasida ta'limga taalluqli bo'lmagan odamni ishlamagani yaxshi ekanda. To'g'ri, endi ta'lim biznes bo'lib ketgan-ku. No, jarayonni ichiga bevosita kirib ketmasligi kerak ekan. Ta'lim ichida ta'limni odam ishlash kerak. Direktor bo'lsa ham qachondir o'qituvchi bo'lib chiqqan, o'sha zavch bo'ladimi yoki qorovul bo'lsa ham hattoki-da. Tipi. Umuman begona bir sohadan kirib kelsa, boshqa ko'z bilan qarab qoladi-da. Hozir mana shu zo'r motivatsiya bo'lgan. 2 yildan keyin bilganingiz o'shani zarari yo'q-ku. Shunaqa. Zato bir o'sha vaziyatda ikkita odamni munosabatlarni yaxshilab olib, islohon bo'lib qoldi. Katta ishlar bu. Shunaqa. O'sha mana ta'lim odami. Chunki boyagi indikator masalasida va men shu narsaga e'tibor berganman, ota-onalarning indikatori ham noto'g'ri. Bolalar konspekti bo'lsa, formasi bo'lsa, galstuklari bo'lsa, o'zidan keyin nimadir gapirib bera olsa ota-onasiga. Gapirib bera olsa, zo'rlik hisoblanadi. Endi qisman bor bu ham, ya'ni bu ota-onalarning o'lchovi konspekt bilan bo'ladi odatda. Men bu fanda konspekt tutmayapti, demak o'tmayapti degan. Endi bor endi, balki bo'lishi mumkin. Tashqi zohiriy belgilarga ko'ra, zohiriy belgilar. Va bu narsa agar direktor ta'lim tushunmasa deganda nima? Ta'lim ichida yurgan, mayli, garonoda ishlagan bo'lsa, boshqa yerda ishlagan bo'lsa, lekin o'qituvchilikdan chiqmagan bo'lsa, direktorga influens qilib qo'yadi bu baribir. Baribir direktor influens qiladi, keyin direktor kelgan xuddi shu indikator, xuddi shu ko'zoynak bilan keyin o'qituvchiga shart qo'yishni boshlaydi. Shunaqa. Shuning uchun bizda endi mana hozir gapirib ketaylik. Sodiq Skulda Hasan Hoji akani yaxshi siyosati bor, yaxshi taktikasi bor. O'sha o'zini fanini zo'rlarni qo'yadi va aralashmaydi. Nima qilishi gaplashiladi, qanaqa qilishi gaplashilmaydi. Mana shu narsa eng zo'r taktika deb o'ylayman. Ya'ni joyiga birinchi odamni qo'yish kerak. Biz Sodiq Skulda shunaqa hisoblayman va qo'yilgandan keyin bu aralashish kerak emas ichkariga deb o'ylayman. Ba'zi paytlar aralashiladi, lekin ko'p aralashish kerak emas deb o'ylayman. Mana shu narsa eng effektiv yo'l. Oxirgi maqsad birinchi o'rinda-da. Ha. Jarayonga aralashiladi. Shunaqa jarayonga aralashmaslik kerak. O'qituvchilarni baxtli bo'lish foizida ham eng birinchi o'rinda uni erkinligi turar ekanda. Men har bitta nima qilayotganingizni, qanaqa qilayotganingizga aralashursa, mana bu kitobdan o't, bunaqa usulda o't, yozdirma deyorsa, oxirgi natijani o'zimniki deb o'ylamaysiz-da. Men qildim deya olmaysiz. Chunki u ham nimadir o'rgatgan-ku, o'xshamagan bo'lsa ham-da. Endi agar aralashmagan bo'lsa, siz o'zingiz qo'yib bergan bo'lsa, oxirgi natijani meniki deya olasiz. Men o'zingiz bir natija qilganingizdan keyin bir inson bir narsa natija qilsa, uni yana qilgisi keladi-da. Keyin yana davom qilib bir narsa o'xshatib ketasiz. Endi bu simptomni muammo o'zi. Davlatga hal qilish qiyin-da buni, baribir. Katta hajmda hamma narsani hal qilish qiyin. Davlatga qiyinroq o'zi bu. Bu yerda direktor roli katta deb o'ylayman men o'sha. Direktor bu yerda ushlab tursa bo'ladi. Ko'p maktablarda ham sayt deyman, bir kun bitta zo'r maktab bor, direktori yaxshi chunki deb. Sayt deyman. Direktorlarda ko'p asosiy masala. Direktorda asosiy masala endi men tashqaridan men ko'rib ko'proq baho berdim. Ichki shaharda shu 18-maktab ukam o'qiydi. U direktor bilan ko'p gaplashganman o'zi, boshqa open minded va ko'proq o'sha yoshlarni olishga harakat qiladi. Rivojlanish ochiq bo'lganlarni ko'rganimda menga yoqqan xullas. To'g'ri, davlat maktabida hamma joyda muammo bor o'zi, lekin nisbatan baribir ochiq va erkinlik berishga harakat qiladi. Ani aytib bersam, hozir esimga tushib qoldi. Ragatkadan otgani borki, esimga tushib qoldi-da. Ani bu munosabat qurishga taalluqli qismida o'zimga ham yoqadi, qilib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Aynan ragatga otib shunga o'xshash narsalar-ku. Eski SSRTda televideniyasida ko'rsatuv Yeralash bo'lsa kerak. Yeralashda shu onaqa bor, nima edi? Bitta seriyasi bor. Ana Margunov bilan Gennadiy Xazanov o'ynagan. Margunov tanisida Shurik degan o'dalik bor. O'sha Margunov. Xazanov endi u satirik, u ham rol o'ynagan. Xullas bir o'qituvchi yangi maktabga keladi.
u til o'qituvchisi bo'ladimi, xullas yangi maktabga keladi ishga, bu yerda o'qituvchi yetishmovchiligi bo'ladi, keyin direktor oldiga kiradi. Direktor oldiga kirgandan keyin direktor birinchi unga qarab anaqa qiladi, past bahoga, sen kimsan? Shunga o'xshashda hozir darsga kiramiz, u keyin sinfga xullas kirgizib yuboradi uni. Darsga kirayotganda direktor ani pistoletini o'qlab kirib ketadi. Balki majoziy ma'noda bo'lsin. Hozir jangga kiryapman deganda bir qattiq qo'l bir odamni anaqasini o'ynaydi, rolini o'ynaydi. Keyin ani o'qituvchi tushkunlikka tushib qoladi. Yangi keldi o'qituvchi, italyan tilidanmi dars beradi. Italyan tilidagi olingan narsani tarjima qilib berishganda, keyin o'qituvchi darsga kiradi. Dars sinf to'polon boshqa 7-8-sinf atrofidagi bolalarda eng shovqinli chavayotgan, bang'irlatadigan otgan shunaqa anaqada endi u ozgina ko'pirtirilgan-ku, ya'ni sinf o'ta yomonligini ko'rsatmoqchi bo'lyapti-da. Keyin nima edi? O'qituvchi keladi, "Bonjour bambino" deydi, rus anaqa italyan tilida. "Bonjour bambino" bolalar salomiga o'xshagan. Bolalar umuman e'tibor ham bermaydi, boshqa ham qilmaydi. Keyin bolalardan bittasi bilan ragatkasini bir namasini chiqarib turib, o'qituvchining ko'ziga otadi. Tegadi, xullas. O'qituvchi reaksiya qilib olmaydi. Bizda bo'lgan u biroz vaqt tashardik. Keyin o'qituvchi nima qatgadir eslolmayman, xullas chivimi, pashshami qo'ng'iz qo'nadi. Bolalar ragatkada otadi uni. Boshqa yoqqa bir qo'nadi. Ragatkada otib ko'rishadi bolalar. Tegmaydi. Keyin o'qituvchi sekin boradi, "Men sizlarni galingizni tugat. Endi menga qo'yib berasizlar" dedi. Uni tilida gapiryapti-da. Ya'ni bola bo'lib gapiradi. Oladi uni ragatkasini. Hammasi ragatkalarni yig'ib oladi birinchi. O'zi maqsad u otish emas, yig'ib olish. Yig'ib oldi, "Endi meni ko'rlaring" dedi. Oladi ragatkani poylidan, og'ziga qog'oz solib chaynaydi, o'q yasaydi, oladi-da, buni birlashtirib turib, bolalarcha harakat qiladi. Keyin urib qo'ydik uni. Qahramon bolalarda ovoz chiqadi. "Wow" deydi. O'zlarining ichidagi eng zo'ri. O'zini ichidagi eng zo'ri. O'zini o'quvchilardan deb ko'rsatadi-da, sizlarda akaman men ham deb. Ana endi mana eshitasan deydi. Eshitasan emas. Ana endi deydi doskaga yozadi-da, mana buni yozadi. Bolalar uchun hurmat qilishni boshladi. Va bu yerda nima demoqchi? Bolaga sразу reaksiya qilib yuborish emas. U ham o'zi ko'rgan narsalarning doirasida fikrlaydi-ku. Bola bo'lish kerak-da, qisman bo'lsa ham bola bo'lib berish kerak. Siz kichkina bolalarchalarni masalan uzun choqali poyezd o'ynatsa, o'zi bir lokomotiv bo'lib olish kerak yoki o'rtadagi bitta zveno bo'lib, u ham o'sha bolalar bilan birga o'ynash kerak-da. Ya'ni begona bo'lib tepadan nazoratchi bo'lib, nazorat qilib turib qilsa, xullas ko'payib ketdi gaplar. Qisqa uchtami savolim bor, qisqa. Cho'zilgan. Bitta so'z bilan javob bersa bo'ladi. Hamma o'qituvchilar tavsiya qiladigan bitta dona kino bo'lsa, qaysi kino tavsiya qilasiz? U mashhur kino, menga ham shuni tavsiya qilishgan. O'lik shoirlar jamiyatini kitobi ham bor, kinosi ham bor. O'shani tavsiya qilaman. Hamma o'qituvchilarda ko'rish xohlagan bitta odatingiz. Yuragi kenglik. Hamma o'qituvchilar yo'qotish kerak bo'lgan bitta odat. Men zo'rman, men o'qib kelgan masalalarni nimani ham bilarding. Kerak. Yo'qotish kerak. Xo'p, o'lik shoirlar jamiyatidan tashqari hamma ustozlar o'qish kerak bo'lgan bitta kitob. Anaqa siyrat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyratlarini o'qish kerak. Chunki u kishi ham ustozlarning ustozlari, eng katta ustozlar. Agar pedagogik kitob bo'lsa-chi? Yo'q, islomiy. O'qigan bo'lsam ham islomiy ham bilmayman. Oybek rahmat. Sizlarga ham rahmat. Maza qildik. O'zi bitta laganda osh yetmayapti xolos. Yo'q, kulgi tugab qoldi deb o'ylagandim boya. Yetar ekan odamda kulgi. Yana bor, Yana bor ekan hali. O'zi emas. Oybek aka hozir bitta zo'r analog keldi. Ya'ni Oybek akaning podkastdagi suhbatlar qanaqa bo'lgan bo'lsa, darslar ham shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni hazil mutoyibaga boy, kuldiradigan, tez vaqt o'tib ketib qoladigan. Orada o'zimiz shu kursimizni ham reklama qilishimiz kerak edi. Esdan chiqib ketib qoldi. Berilib esdan chiqib ketib qoldi. Yaxshi ma'nodagi Oybek akani aybi bilan. Qiziqtirib o'rgandim. Lekin biz reklama qilib qo'yasiz endi. Oybek aka rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Maza qildim o'tirib. Rost manasiga bitta osh yetmayapti xolos. Rahmat ustoz.